qanaqa qilib oyiga $10,000 daromad qilish mumkin degan narsa. $10,000 miyamga prosta sig'magan. Umid aka ochig'ini ayting, surish kerakmi? Chet el bozorlar bizdan 4-5 yil oldinda-da tayyor yo'llar bor-da, misol uchun-da. Juda ko'p hozirgi sohasini ustalariga aytsak, hammasi bu yo'ldan yurgan. Lekin hozir ham menga qiziqroq loyiha chiqadigan bo'lsa, potensialni ko'rayotgan bo'lsam, qilib beraman. Boshida tekinga qilishga tayyor odam, bu yoqda Pul kelyapti. kelyapti. O'sha $1000 natijaga chiqish uchun $1000 2 oy, patolog 3 oy kifoya. Bu fikrga men ozgina qo'shilaman, chunki uji mana maktabda bitiryapti, bitiruv kechasi bo'ldi, o'tdi, undan uji xunuk ko'rinish boshladi ota-onasiga. Uyda o'tirishi, tan boshqa narsa bo'lishi uchun ota-onasiga daj yoqmaydi. Tanlov har doim bor. Yoki hozir ozgina qiyinchilik bo'ladi, yaxshi hayot uchun, yoki hozir yaxshi bo'ladi, lekin og'ir hayot uchun. Xuddi shunaqa. Au, deydi. Assalomu alaykum azizlar. Noldan podkastining bugun ilk soni va bugungi mehmonimiz Umid aka Ikromboyev. Tilda bo'yicha va O'zbekistonda sayt yaratish bo'yicha yirik agentstva rahbarlari va yetakchi mutaxassislardan biri. Mezbonlarimiz Muhammadqodir Boqiyev va men Hikmatullajon Karimov. Umid aka, o'zingiz haqingizda qisqacha aytib bersangiz. Men Umid 2019-yildan beri O'zbekiston ichida saytlar yaratish bilan shug'ullanib kelaman va parallel tarzda har xil korxonalarda faoliyat yuritganman. Bugungi kunga kelib turib, hozir bizda prototip agentligi bor. Bu agentlikda biz tadbirkorlarga saytlar qilish, dizaynlar qilish, tijoriy takliflarni yasab berish bilan shug'ullanamiz va bugungi kunga kelib taxminan umumiy jamoamiz bilan hisobga oladigan bo'lsak 120 dan ortiq saytlar yasaganmiz va umumiy ishtirok etgan loyihalarimizdan taxminan 200 ga yaqin. Sababi faqat saytlar emas, dizayn jihatdan ham, konsultatsiya jihatidan ham, saytlarni audit qilish bo'yicha juda ham ko'plab korxonalarga xizmat ko'rsatganmiz. Zo'r. Umid aka, bizning podkastimizda asosiy zo'r tomonlardan biri shundaki, biz aniq yo'llar va raqamlar bilan ishlaymiz. Bugungi kunda agentligingizni va shaxsiy oylik оборот deydimi, daromadi qancha? Agar aniq raqamlar aytish xohlamasangiz, taxminiy oraliqlarni aytsangiz bo'ladi. Xo'p, sizlarga men biza o'rtacha chekimizni ayta olaman. O'rtacha biza hozir qilayotgan loyihalarimiz $1000 dan boshlanadi va o'rtacha hisobda oladigan bo'lsak, shu $1000 dan boshlanib $3000 gacha boradi. Bu biza taqdimotlar qilishimiz ham mumkin, saytlar yasashimiz ham mumkin. Saytlarda ham oddiy saytlar emas, sotuvchi saytlar, internet magazin yasashimiz ham mumkin yoki ko'p sahifali saytlar yasashimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari tadbirkorlarga o'zlarining xizmatlarini yoki kompaniyasini upakovkasida yordam beramiz. Va o'rtacha hisobda aytishimiz ham mumkin, bir oyda taxminan 5 ta 6 tagacha loyiha qila olamiz. Va o'rtacha hisobda hozir qilib kelayotganimiz 3 tadan 6 tagacha. Demak, oyiga tam 5000 atrofidagi summalar aylanyapti. Yaxshi, qanaqalari kutuvlarni va raqamlarni yoritib oldik. Okey. Umid aka, o'sha boshlang'ich nuqta, mana Umid degan bola bor edi. Tasavvur qilamiz, 18 yosh yoki 16 yosh maktabdan qanaqa qilib bu sohaga va bu holatga kelib qoldi? O'zi qanaqa qilib sayt sohasiga kirib keldi? Zo'r. Buni aytishdan oldin bitta narsa haqida gapirib o'tmoqchi edim. Ko'pchilik mana har xil podkastlar qilishadi, suhbatlar o'tkazishadi. U yoqda qanaqa qilib shu muvaffaqiyatga erishganlik haqida gapirishadi. Bitta zo'r gap bor, odamlarni muvaffaqiyat har xil usul bilan bo'ladi, lekin ko'pchilik bitta xatolarni takrorlashadi. Ya'ni bosib o'tgan yo'nalishida. Bu freelancer bo'ladimi, sayt sohasida bo'ladimi, dizayn sohasida bo'ladimi, farqi yo'q. Hamma bitta xatolarni takrorlashadi. Shuning uchun ham bu podkastda maksimal darajada shu paytgacha qilgan hamma xatolarimni aytib va ularga yechimlarni berib ketishga harakat qilib o'taman. Shunda podkastimiz ancha qiziqroq bo'ladi va bosib o'tgan yo'limni tushunish ancha osonroq bo'ladi. Ko'rayotgan odamlarga ham foydali bo'ladi deb o'ylayman. Demak, boshlaydigan bo'lsak, men o'zi kompyuterniy kollejda o'qiganman, ya'ni Mirobod kompyuter texnologiyalar kollejida. O'sha paytdan shu umuman IT sohasiga, saytlar sohasiga, dizayn sohasiga qiziqish paydo bo'lgan. O'sha paytda 2018-yil oladigan bo'lsak, 2017-2018-yillarda qanaqa kirib qolganman bu sohaga desa, meni hayotimni bitta dona webinar o'zgartirib yuborgan. Ya'ni u paytda webinar nimaligini bilmas edim. Internetda universitetga tayyorlanayotgan paytimda reklama ko'rib qolganman. Qanaqa qilib oyiga $10,000 daromad qilish mumkin degan narsa. U paytda meni miyamda patolog universitetga kiraman, universitet bitiraman, $1000 daromadga chiqaman, bo'ldi, hamma narsa zo'r, hayotim zo'r bo'lib ketadi deydigan xayol bo'lgan. $10,000 miyamga prosta sig'magan. Reklamaga kiraman, boshida o'yladim bu qanaqangidir mashayniklarning kompaniyasi bo'lsa kerak, 1xbet shunga o'xshagan nimadir reklamasi bo'lsa kerak deb kirgim kelmagan, to'g'risi. Qarasam yo'q. Haqiqatan katta sayt, Ukrainada joylashgan Genius Marketing degan kompaniyani asoschisi bepul dars o'tgan ekan. Qanaqa qilib oyiga $10,000 ishlash mumkin? 2018-yilda bo'layotgan voqea. Kirdim, saytga kirsam, katta tadbirkorlar turibdi, xodimlarni ko'rsatyapti,
dars programmasini ko'rsatyapti. Ro'yxatdan o'tdim o'sha paytda. U paytda umuman hech qanaqangi daromadim bo'lmagan. Universitetga tayyorlanayotgan paytim bo'lgan, o'quv markazlariga borib har xil fanlardan. Kirganimdan keyin payt shunaqa darajada bo'lganman. Kirayotgan paytda webinar o'rtasida o'chib qolgan, chunki telefonda megabayt qolmay qolgan. U paytlar shunaqa edi, megabayt qimmat vaqtlar. Xuddi shunaqa. Endi hozir ham xuddi shunaqa, o'zi u narxi qattiq o'zgarmagan, prosta u paytda shunchalik darajada bo'lganda va akamga telefon qilib turib, qarz olib turib, megabayt telefon счетini to'ldirib, oxirigacha ko'rganman, tushuntirib bergan. Va o'sha webinardan keyin umumiy digital marketing sohalari, saytlar, marketing, targeting, umumiy shu digitalga tegishli bo'lgan, shu sohaga aloqador bo'lgan sohalarga qiziqish juda ham ortib ketgan. Shundan keyin tadbirkorlarni kuzatib, marketinglarni kuzatib, shaxsiy rivojlanish aynan 2018-yilda boshlangan. O'zim ustimda ishlashim. Aka, bitta narsa qoldirib ketibdi. Hozirgi mijozlaringiz, hamkorlaringizda hamma tanigan kimlar bor? Ya'ni kimlar bilan ishlaysiz? Eng mashhurlardan. Xo'p, eng mashhurlarni oladigan bo'lsak, hozir asosan shu 90% biz qilayotgan loyihalar asosan tadbirkorlar bilan va taniqli tadbirkorlar bilan. Bularning orasida Alisher aka Isayev bor, Mo'minjon aka Ishmuhammedov bor, Ibrohim aka Gulyamov bor. Marketingdagi O'zbekistondagi eng katta marketing agentliklaridan Shohruh aka Nizomiddinov bor. Misol uchun nutq bo'yicha Abdukarim Mirzayev bor. Misol uchun hamma taniydi ularni ham. Yoki sotuv bo'yicha Akmal Nasriddinov ustoz borlar. Va shunga o'xshash juda ham ko'plab tadbirkorlar va blogerlar va ekspertlar katta auditoriyasi bor. Deyarli Instagramda katta auditoriyasi bor. Deyarli hamma ekspertlar bilan biz ishlab chiqamiz. O'zbekistonda. Zo'r. Podkastimiz asosiy mohiyati viloyatda yurgan, ya'ni noldagi maktabni bitirgan inson bo'lishi mumkin yoki o'zini sohasini topolmayotgan inson bo'lishi mumkin. Biz viloyatda audioda o'tkazib ko'rdik. Ko'pchiligi Rossiyaga ketaymi degan narsa bo'ladi yoki-da universitetga kiraymi degan narsa bo'ladi. Aniq bir anaqa roadmap yo'q. Asosiy mohiyat noldan tilda bo'lishi mumkin yoki istalgan sohada qanaqadir daromadga chiqishi, amaliy misollar ko'rsatib berishni so'ragan bo'lardim sizdan hozir. Zo'r. Boshidan bitta narsaga kelishib olish kerak. Ko'pchilik shu yangi sohaga kirmoqchi bo'lganda, qanaqangi sohani egallamoqchi bo'lganda, nima soha tanlaykan, qaysidir sohalarda ishlab ko'raman, marketingda ishlab ko'raman, dizaynda ishlab ko'raman, grafik dizayn ishlab ko'raman yoki sayt qilib ko'raman deb hamma sohada ishlab ko'rishga harakat qiladi-da. O'zimga yoqadigan sohani topolay deb. O'sha narsa noto'g'ri ekan, har xil yo'nalishga sakrab yurish. Sababi men xuddi shunaqangi formatda har xil yo'nalishda ishlab ko'rib turib, sakrab yurib turib, juda ham ko'p vaqtimni yo'qotib qo'ydim-da. Agarda men bitta sohada shug'ullanganimda daromadim ancha balandroq bo'lgan bo'lardi, chunki ekspertizam bitta sohada chuqurroq bo'lgan bo'lardi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, bitta narsani bilish kerak. Shu aytilayotgan, mana marketing sohasi bo'ladimi, IT sohasi bo'ladimi, xohlagan sohangizni oling, digital sohalarni. Xohlaganingizda sizni talentingiz bormi o'sha sohaga nisbatan, yo'qmi, shu sohani yoqtirasizmi, yoqtirmaysizmi, harakat qilsangiz eng kamida $1000 daromadga chiqsa bo'ladi. Har qanaqangi sohada. Ya'ni bu yerda misol uchun meni dizayn bo'yicha talentim yo'q ekan, dizayner bo'la olmas ekanman deb ishlasa misol uchun daromadga chiqmasligi ehtimoli unaqa misol uchun ko'p emas. То есть harakat qilsa, ishlasa, xohlagan sohangizda $1000 daromadga chiqsa bo'ladi. O'sish ikkinchi masala. Sizga yoqmasa, o'sish qiyinroq bo'ladi. O'sha summaga chiqqaningizdan keyin misol uchun o'zi dizayn sizga yoqmayapti, o'zi ichingizdan u sohani yoqtirmaysiz, majbur bo'lib qolyapsiz, $1000 ga chiqa olasiz. Lekin keyin 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 ga chiqish uncha qiynalib ketishni boshlaysiz. O'zi sizga yoqmaydi, o'zingiz xohlamaysiz, o'solmaysiz, o'rgana olmaysiz. Birinchi shu narsani tushunib olish kerak. Endi bu narsani tushunib olganimizdan keyin almashtirsa bo'ladi shu joyga keyin almashtirsangiz bo'ladi. Sababi sizda $1000 ishlaganingizdan keyin hamma bazaviy потребностьlaringiz yopilgan bo'ladi. Ya'ni misol uchun daromadingiz yaxshi bo'ladi, ehtiyojlaringiz yopilgan bo'ladi, o'zingizga yarasha pulingiz bo'ladi, kurs olishga, yangi sohaga kirishga, o'rganishga, networking qilishga, odamlar bilan tanishishga hamma sharoitlaringiz bo'ladi. Keyin boshqa sohaga o'tsangiz bo'ladi. Nol bo'lib turganingizda sohadan sohaga sakrab yurursangiz, siz hech qanaqangi yaxshi mutaxassis bo'la olmaysiz, ishlay olmaysiz, ekspert bo'lmaysiz o'zingiz sohangizda. Shuning uchun qanaqangidir nuqtaga chiqqaningizdan keyin yoqmay qolsa almashtirishingiz mumkin, lekin hali hech narsaga erishmasdan turib, u sohadan bu sohaga sakrab yursangiz, hech qanaqangi natijaga erisha olmaysiz. Bu birinchi qadam. Tushunib olish kerak bo'lgan. Shu miyada fikrlashda to'g'rilab olish kerak bo'lgan. Endi ikkinchi qadam qaysidir sohada qanaqangidir natijaga chiqishi eng oson yo'li, juda ham sodda yo'l. Men pulli variantini ham aytaman, bepul variantini ham aytaman. Pulli varianti bu o'sha sohada siz bir nuqta chiqmoqchi bo'lgan, nuqtangizga ega bo'lgan odam oldiga borasiz va o'sha odamning shogird tushasiz, o'rganasiz. Shogird tushishi mumkin yoki u odam kursini olishi mumkin. Endi bepul yo'li qanaqa desa, to'g'ri, mana misol uchun har xil odam bor, kimdadir sharoit bo'ladi, o'xshaydi, kimdadir sharoit bo'lmaydi. Bu yerda faqatgina sizni qanchalik o'sha sohani egallamoqchi bo'lishingizga, xohishingizga bog'liq. Ya'ni nima qilish kerak bo'ladi? Internetga kirsangiz, hozir xohlagan yo'nalishingiz bo'yicha kurslar bor.
ko'pchilik aytadi, mana kursda o'qisang tizimli bo'ladi, hamma ma'lumotni zo'r qilib beramiz deb aytishadi. O'zi aslida o'sha kursni dasturini ichiga qarab kirgan bo'lsangiz, o'zi tizimlashtirib qo'ygan bo'ladi. Tayyor tizim bor, o'qitish tizimi bor. Tayyor darslarni ketma-ketlik bor, ro'yxati bor. Olishingiz kerakda eng bozordagi zo'r kursni shu dasturni olib turib, mustaqil ravishda o'sha dasturni shu aynan tuzib qo'yilgan tizim bo'yicha o'rganishni boshlashingiz kerak bo'ladi. Demak, aniqlik kiritib ketaylik. Viloyatda yurgan bitta bola maktabga bitiryapti. Birinchi bo'lib YouTube'ga kirsin, ochsinda har xil zamonaviy kasblarni qidirib ko'rsin. Xuddi shunaqa. Ko'rib ko'rsin, har bittasi menga tushadimi, tushmaydimi. Undan keyingi bosqich. Undan keyingi bosqich mana loyihani topdi, ya'ni yo'nalishni topdi, shu sohani topdi. Birinchi qadam, ya'ni Qatdan bilsa bo'ladi u soha unikiligini. O'ziga yoqadi, qilib ko'rish kerak. Misol uchun kimdadir, mana misol oddiy misolda mana meni holatimni oladigan bo'lsak, biz dasturchi emasmiz, biz dasturlashsiz saytlar yasaymiz. Dasturlash menga yoqmaydi. Qilsam zerikib ketaman, charchab ketaman, yoqmaydi, lekin saytlarni men 15-16 soatlab ham tinmasdan o'tirib qila olaman. Kodsiz. Menga chunki yoqadi, o'sha jarayonni o'zi yoqadi, zerikmayman. O'yin o'ynashga o'xshaydi. Misol uchun kompyuterxonada borib o'yin o'ynaysiz, 10 soat o'ynaysiz ham zerikmaysiz-da. Bu yerda ham shunaqa. Agar o'sha ish sizga yoqmasa, o'ziga tushmaydigan ish bo'lsa, siz zerikib ketasiz. 1 soat ishlaysiz-da, o'zi charchashni boshlaysiz, fokusingiz yo'qolishni boshlaydi. Agar haqiqatan yoqadigan soha bo'ladigan bo'lsa, tinmasdan ishlashingiz mumkin o'sha sohada. Demak, maslahat sifatida trial deyiladi. Birinchi 3 ta dars ko'rib, ko'rsin, mazza qildimi, yo'qmi? Amaliy qilib ko'rsin. Amaliy qilib ko'rsin. O'zi ideal holatda men maslahat berardim. Soha tanlashdan oldin o'sha sohalarni o'zi ko'p emas sohalar, aktual sohalar 7 ta 8 tacha sohalar bor. Ro'yxatini tuzib, har bir sohaga bir kundan vaqt ajratib yoki bir haftadan vaqt ajratib, misol uchun u bitta sohaga noto'g'ri kirib qolib turib, 2-3 yil umrini yo'qotgandan ko'ra, bir oy to'g'ri soha tanlashga to'g'ri soha tanlashga vaqt ketkazgani yaxshiroq-da. Noto'g'ri sohaga kirib turib 3 yil o'zi xohlamagan ishda ishlagandan ko'ra. Shuning uchun soha tanlashda aytaylik, qancha ko'p vaqt sarflasa shuncha yaxshi. O'zi yoqadigan narsa tanlab olgandan keyin. Tanlab olgandan keyin agar haqiqatan o'sha odam yoqadigan soha bo'ladigan bo'lsa, uni to'xtatib bo'lmay qoladi o'sha. Juda qattiq, juda tez o'sishni boshlaydi u inson. Shuning uchun bir haftami, bir oymi har bir sohaga qanaqangidir vaqt ajratib turib o'rganib chiqsin. Va umumiy shu odamlarni naukada, ya'ni shu umumiy statistika o'tkazilgan har qanaqangi sohani chuqur tushunib olish uchun 20 soatda o'zi yetadi. 20 soat o'sha soha bo'yicha ishlasa, chuqur tushunib oladi, o'sha sohada nimadir qila oladi, ekspertlar bilan misol uchun bemalol gaplasha oladigan darajaga chiqib qoladi-da. Ichini chuqur tushunib oladi. Shuning uchun iloji bo'lsa shu har bitta sohadan 20 soatdan vaqt sarflab chiqsin. Kim ushlab turibdi 9-sinf bo'lsa, vaqti hali bo'lsa, u 5 yil, 6 yil misol uchun umrini noto'g'ri narsaga sarflagandan ko'ra shu narsaga sarflasin, o'rgansin, o'ziga kerak narsani topib olsin. Keyin topgandan keyin keyingi qadamga o'tsa bo'ladi. Boyga aytgandek, dasturni strukturasini ko'rib chiqib turib, har bitta darsni birinchi darsdan boshlab turib, YouTube'danmi, Google'danmi, hozir mana ChatGPT bor, ChatGPTdanmi yoki Grok bor, shunga o'xshagan sun'iy intellektlar ko'p, shu orqali ta'lim olishni boshlasin. Tekin, hech kim bundan pul so'ramaydi. YouTube'da faqat trafik kerak, u ham hozir internet bunaqa qiyin masala emas, misol uchun hozirgi kunda Wi-Fi bor. Bemalol misol uchun u narsadan foydalanish mumkin. Bilishingiz uchun, men mana shu sohani o'rganayotgan paytimda Toshkentda Sola degan internet bo'lardi, ko'chada. Ko'chada tekin Wi-Fi bo'lardi. 3000 so'm turardi, pulli versiyasida. 3000 so'm to'laysizda, sizga 1 megabit emasda 10 megabit tezligida internet berardi. Men Panoramaga borib turib, Astanovkada 4 soat o'tirib telefonda web dizayn o'rganganman. O'sha paytda kurs o'qishga pulim bo'lmaganligi uchun. Zo'r. Umjon aka, siz hozirgi anaqa gapirib berayotgan narsangiz Toshkent sharoiti uchunda chekki viloyatdagi, misol uchun qishloqda yashayotgan bola o'rgansin deyapsizda, keyingi bosqich qanaqa bo'ladi unga? Keyingi bosqich qanaqa bo'ladi? Endi mana u telefonda o'rganishi mumkin bemalol. Kompyuterga endi kompyuter bo'lmasligi mumkin, lekin telefonda o'rganishi mumkin. Kompyuter ham topish masala emas-da. Bu yerda ham men sizga shaxsiy кейsimni keltirib o'taman. Men shu sohani o'rganayotgan paytimda, saytlar o'rganayotgan paytimda meni kompyuterim bo'lmagan. Hali olib berishmagan meni kompyuter. Men o'sha Astanovkaga borib turib, telefonimda o'tirib, web dizayn ko'rardim, o'rgangan narsalarimni keyin mahallamdagi kompyuterxonaga borib turib, internetdan foydalanib turib, o'sha kompyuterda qilardim. Yonim kelib turib olishardi bolalar, nima qilyapti? Ham o'yin o'ynab o'tirgan paytda bu jinniga o'xshab qanaqangi programmalar qilib o'tiribdi debdi. Administrator kelib turib olardi, bizning kompyuter buzyapti, nima qilyapti o'zi bu debdi. Bo'lmagan, lekin shunaqa qilib o'rganganman. Misol uchun. Demak, insight qilib ketaylik shu yerda. Mana viloyatda sharoit yo'q deyish kerak emas. YouTube'dan o'rgansin.
amaliy qismiga kelganda o'sha shahardagi misol uchun istalgan viloyatda shahar qismi bo'ladi, u yerda internet bilan bog'liq joy bo'ladi, kompyuter xonalar bo'ladi. U yerga borib internetdan foydalangan holatda u narsani qilib ko'rsin. Xuddi shunaqa. Kompyuter bo'lmasa, hozir misol uchun hozirgi zamonda mayli bo'ldi sharoit bo'lmasin, maktabda nechta odam o'qiydi, parallel sinflar bor, o'rtoqlar bor, tanishlar bor. Masala emas-ku bu masala. Kompyuter bor odam bo'lishi mumkin-da. Har xil variantlarni ko'rib qo'ysin. Faqat bitta variant emas. Demak, o'rtog'ida kompyuter bormi, so'rab ko'rish kerakmi? Obязательно so'rab ko'rish kerak. Kompyuterni berib tur degan narsa bu tabiiy holatda so'rash kerak. Bemalol so'rash kerak. Chunki natijaga chiqyaptimi, o'sha aytaylik, qanaqangidir chuqurlikdan chiqib ketmoqchimi, qanaqangidir natijaga, yaxshiroq natijaga erishmoqchimi, qo'ldan kelgan hamma variantdan foydalanish kerak. Kutubxona bo'ladimi, maktab kompyuteri bo'ladimi, o'rtog'ini kompyuteri bo'ladimi, qarindoshining kompyuteri bo'ladimi, hamma qo'ldan kelgan imkoniyatdan foydalanish kerak, qilish kerak. Foydalanmasa yo'qotadi. Hayotda eng yomon narsa nima bilasizmi? Shu narsaki, mana misol uchun siz aytaylik, sportsmensiz, mana sport bilan shug'ullanganman, bu narsani yaxshi tushunaman. Sportsmensiz, urushga chiqdingiz, uchdingiz, yutqazdingiz, uyingizga ketayotganida bilyapsiz, kuchingizni aytaylik 30% ishlatsangiz, 70% potensialni ishlatmadingiz. Dunyodagi eng yomon narsa shu. Ano afsuslanasiz. Men bu yerda agar ishlatganimda men shu narsani qila olgan bo'lardim, shuni yutgan bo'lardim deyish eng yomon narsa. Tushunasizmi? Keyin afsuslanish. Va undan ham eng yomoni o'layotgan paytingizda butun hayotingizga qarab turib, potensial ishlatganda zo'r bo'lardi deyishingiz bundan ham yomon narsa-da. Demak, urushga bu 2 soatlik choramda ishlaydigan, ya'ni vaqtda ishlaydiganda, lekin soha bo'yicha agar qilmadim degan afsus eng kamida 3 yil, 5 yillikda xatosiga javobida. Juda ham yomon narsa. Ya'ni buni bu afsusni og'irligi, qiynog'i 5 yil umringizga yorgani bo'ladi-da, demak. Eng kamida. Eng kamida qilib ko'rdim degan narsa bo'ladi, qila olmagan taqdirda. Xuddi shunaqa. Demak, bolaga qaytamiz, 18 yosh, 16 yosh bolaga 20 soatdan bir 3 ta tanlab qo'ygan sohasini o'rganib chiqdi va bittasini oldi. Birorta kurs platformasi yoki YouTube yoki Googledan o'rganishni boshladi. Mayli, fundamental bilimlarni o'rgandi, qo'lidan nimadir chizish keldi. Endi qaytga. Endi eng zo'r usullardan bittasi, masalan, yana bitta aytaman, shu texnologiya, men o'zim qanaqa o'rganganman desa, bu sohani siz o'sha kontekstga tushishingiz kerak. Mana sohani tanladingiz, o'rgandingiz, fundamental bilimga ega bo'ldingiz. Keyin dalshi nima qilaman desa, o'zingiz nimadir qilishga, o'ylab topishga, qanaqandir yo'llarni bosib o'tish kerak emas. Xohlagan misol uchun o'rmonga kirsangiz ham, o'sha odamlar 100 martalab o'tib, iz qilib qo'ygan yo'llari bor. Tayyor yo'llar bor-da, misol uchun-da. Hech bo'lmaganda, misol hozir bizning o'zimizdan zamon kelganimizda, Yandex kirsangiz, navigator bor, liboy joy tochkani belgilasangiz, bosib o'tgan aniq yo'l bor. Bu yerda ham shu texnologiyani ishlatsa bo'ladi. Dunyoda siz tanlagan sohada juda katta muvaffaqiyatga erishgan mutaxassislar juda ham ko'p. Web dizayn olasizmi, marketing olasizmi, targeting olasizmi, xohlagan sohangizni oling. O'zbekiston bozorida, Rossiya bozorida, Ukraina, Belarus, xohlagan mamlakatingizda, Amerikada ham o'sha insonlar bor, o'sha mutaxassislar bor. Nima qilasiz? O'sha mutaxassislarni ro'yxat qilib topasiz. 5 ta bo'ladimi, 10 ta bo'ladimi? Ijtimoiy tarmoqlarga asosan Telegramga kirib turib, sabab Telegramda odam ochiladi va o'zining tarixini yozadi, boshida o'tayotgan hodisalarni yoki xatolarni yozadi. Eng boshiga chiqib turib, uning yo'lini o'tib ko'rib chiqasiz. Bo'ldi. Buni mana misol uchun men Telegramga kirsangiz, endi 2023-yilda ochganman, undan oldin ham bor edi, просто o'chib ketgan Telegram kanali. Shirkasini berib ketamiz. Mana boshida ochsangiz hamma qilgan xatolarim, qanaqa sotganman, qanaqa yangi loyiha olganman, nima ishlar qilganman, tayyor yo'l xaritasi bor-da. Instagramga ochsangiz, misol uchun Instagramda ham tayyor eng birinchi postga chiqsangiz, nimadan noldan boshlaganim hammasini yozib ketganman. Storiesda aktualniy kirsangiz, aktualniyni hamma odam saqlab qo'yadi. O'zining istoriyalarini, qanaqandir mijozga nimadir sotgani, qanaqandir kursda o'qigani, bitta odam olish kerak-da, shunaqangi o'sha top odam olib turib, ichiga kirib ketish kerak, butun tarixini o'rganib chiqish kerak o'sha insonni. Qanaqa yo'l bosgan va yo'l xaritasini sekin tuzib borish kerak. Shunaqadan 5 ta odam tanlab olsangiz, xuddi shunaqa qilib yo'lini biriga bir qaytaradigan bo'lsangiz, aniq natija bo'ladi-da. Chunki nima natija bo'ladi deyapman? Asosan chet el bozorlarini ko'ring yoki O'zbekiston bozorini ko'rsangiz farqi yo'q. Chet el bozorlar bizdan 4-5 yil oldinda-da. Ular o'tib ketdi degani, u eskida qolib ketdi, bo'ldi, u narsa ishlamaydi degani emas-da. Ular o'tib ketib bo'lgan, lekin o'tib ketib bo'lgan narsasi bizga endi yetib keladi. Mana Rossiya bozorini oladigan bo'lsak, biz taxminan shu marketing oladigan bo'lsak, 5 yilcha taxminan orqadamiz-da. Ular 5 yil oldin aktualniy bo'lgan saytlari, targetingdagi qanaqangi instrumentlari bizga endi yetib kelyapti. Qaytarsangiz aniq o'xshaydi shu narsa. Bu mana ikkinchi qadam. Shu yo'lingizni mana
yana bitta misol keltiraman, yaxshiroq tushunarliroq bo'lishi uchun. Men o'sha rivojlanayotgan paytimda, saytlarni o'rganayotgan paytimda meni yonimda unaqangi mutaxassislar bo'lmagan. O'rtoqlarim fikrlashi umuman aytaylik boshqa narsada bo'lgan. Ularning fikrlashi yomon yaxshi deb aytolmayman. Umuman boshqa narsada bo'lgan. Men virtual окружение yaratganman. Tushunyapsizmi? Meni yonimda misol uchun o'sha top mutaxassislar bo'lmagan, lekin meni Instagramim, ijtimoiy tarmoqlarim hammasi faqat shunaqa insonlarni kuzatganman. Men shunaqa holatda bo'lganmanki, xuddi ular meni yonimda yurgandek bo'lganda, chunki storieslarini o'qiyman, postlarini ko'raman, nima qilayotganini ko'raman. Men o'sha narsani virtual qilganman. Keyinchalik men top yaxshiroq mutaxassisga aylangandan keyin haqiqatga aylanishni boshlagan. Kuzatib yurgan odamlarni hozir hammasini живой taniyman, chet eldagilargina. Ya'ni chet elda ishlayotganlarni ham hozir shaxsan taniyman. O'sha kuzatib yurgan insonlarimni. Demak, viloyatda yurgan bola o'zini o'rtoqlariga fokus qaratmasdan o'tdi, to'g'rimi? Misol uchun sinfdoshlari bo'lishi mumkin. O'zi bilan bir xil odamlarga fokus qaratmasin, kuzatish jihatdan ham, fikr almashish jihatdan ham ko'proq qayerga qarab ketayotgan bo'lsa, shunaqa insonlarni kuzatishga qaratsin, to'g'rimi? Fokusin. Sal noto'g'ri aytdingiz, ya'ni ularga fokus qaratmasin degan ular bilan bo'ldi gaplashmay qo'ydi, yo'q, unaqa emas. Faqat shu ma'lumot olayotgan joyida o'sha top mutaxassislarni yo'lini ko'rsin, ularni yo'lini kuzatsin. Ular bilan отношения, ya'ni ular bilan muloqot, ular bilan o'zaro munosabatlar u ikkinchi masala-da. Bu masala turaversa, misol uchun unga xalaqit bermaydi, lekin butun fokusini o'sha yo'l xaritasini chizib olib turib, o'sha top mutaxassislar bosib o'tgan yo'lni qaratishga qaratsin bo'ldi. Bor fokusini shu nuqtaga qaratsin bo'ldi. Shu insonlarni kuzatsin, shu insonlarning fikrini ko'rsin, nima haqida gapiryapti, nima haqida aytaylik, mavzularni ko'ryapti, qanaqa kursda o'qiyapti. Yondagilar bilan gaplashish mumkin, lekin asosiy butun fokusi o'sha joyga qaratilgan bo'lishi kerak bo'ladi-da. Hozir o'zida qanaqadir yo'l xaritasini chizib olamiz o'zi. Okey, mutaxassislari eng sohasidagi to'plari o'rgandi, kuzatishni boshladi. Keyin mana shu sohada ishlashni boshladi, ya'ni fundamental bilimga ega bo'ldi. O'zi uni fikrlashi o'zgaryapti, qaysi tarafga qarab nimalar qilish kerakligini biladi, fikrlashni biladi, qaysi tarafga qarab ketishni biladi. Keyingi qadam u portfolio yig'ish kerak, o'zini skilllarini oshirish kerak. Chunki fundamental bilimga ega bo'ldi, loyihalar olish kerak, pul ishlashni boshlash kerak, to'g'rimi? Eng oson yo'llaridan bittasi birinchi navbatda shu dastur bo'yicha, tayyor dastur aytdik, qanaqadan olish kerakligini o'rganib chiqqandan keyin skilllarini rivojlantirish kerak-da va boshida men qanaqa boshlaganman, o'zim oladigan bo'lsa, men saytlarni o'rgandimda, o'zimni tanimagan odamlarga tekinga o'zimning xizmatini taklif qilishni boshlaganman. Va bu yerda bitta sir aytib ketaman masalaga, duch kelgan odamga emas, siz tekinga shu ishni qilib bersangiz, sizga uni orqasidan bitta loyiha beradigan odam bilan aloqaga chiqish kerak. Mana misol uchun men birinchi ishimni nima qilganman? Bitta marketing topganman Instagramdan. Senga bepul sayt qilib beraman deganman. Men qanaqa fikrlaganman? Uni yozishimdan oldin men bilardim, u go'sht do'koni bilan ishlaydi, qanaqadir konditerskiy fabrika bilan ishlaydi. Demak, uni proyektlari bor. Men unga hozir tekinga sayt qilib beraman. U meni o'zini klientlariga tavsiya qiladi degan pozitsiyada unga tekinga qilib berganman. U shunaqa bo'ldiki, 2019 adashmasam 2020-yilda qilib bergan bo'lsam, 2023-yilgacha tinmasdan menga o'sha zakaz bergan. Tushunyapsizmi? 3 yil davomida tinmasdan plus minus har oy menga zakaz bergan. Bir martagina men bepul qilib berganim hisobiga. Bu yerda ham siz ham misol uchun fundamental bilim bo'ldi. Zo'r qilmasligingiz mumkin. Men shu paytda misol qilgan saytlarimni uyalaman, to'g'risi. Hozir ancha misol uchun darajam oshgan, lekin zo'r qilmaganman. Lekin qilib berganman. Tekinga qilib berganman. O'sha narsa yo'qotmayapti. Bo'lmasam agar pulga qilganda o'sha kачествоni, o'sha sifatni men sotgan bo'lardim 50-100 dollarga-da, lekin tekinga tushyapti-yu, oldi qildi. Siz ham xuddi shunaqa narsani qiling. Oxirida sizga mijoz bera oladigan loyihalarni topib, shunaqa insonlarga tekinga qilib bering. Bitta qo'shimcha, meni fikrim mana hozirgi kunda mana deylik 5 yil oldin boshlaganlar va hozir o'z sohasida kuchli insonlarni solishtirganda mana shu tekinga qilib berish va potensial mijozga tekinga qilib berish bu yashab qolgan sohasida va sohasida o'lib ketganlarning o'rtasidagi chegara chiziqda. Chunki juda ko'p hozirgi sohasini ustalariga aytsak, hammasi bu yo'ldan yurgan. Hammasi kim qachondir kimgadir o'zini reklama qilish uchun qilib bergan. Real case keltiraman. Bizda Sodiq School degan xususiy maktab bor. U loyiha bilan 14 oy hamkorlik qildik. Loyihani olguncha bo'lgan muddatda bitta marketolog bor, kimligini aytmayman. Oldin Instagramda yozganman. Aka, vizualiz ko'raman. Sifat unaqa zo'r emas ekan, montajlari ham unaqa zo'r emas ekan. Xolasangiz, men sizga shundoq tekinga qilib beraman. Javob beraman degan narsani aytganman. Sraz javob kelgan, davaychi deganlar. Olib ko'rganmiz. Vizuallarni qo'yish boshlaganlar, davom ettirmaganlar o'zlariniki bo'yicha. Uje aloqamiz bor, yaxshi ketyapti. Oradan bahorda bo'lgandi u. Uje kuz kelyapti. Uje maktablarda faoliyat boshlanadi, aloqaga chiqyaptilar. Hozir bizda
proyekt bor, Sadoq School maktab bor. U hozir uровень jihatdan kattaroq anaqa xususiy maktab. Unaqa boshqa maktablar ham bor, lekin bunaqasi yuqoriroq deb o'ylayman. Hamkorlikka taklif qilyaptilar. Boshida tekinga qilishga tayyor odam, bu yoqda pul kelyapti. Xuddi shunaqa. O'rtadagi ingichka ipda bu. Da. Ajoyib. Demak, sohasini o'rgandi. Atrofida Instagramida eng kamida o'zining sohasidagi eng toplarni yig'di va ular kuzatishni boshladi. Qo'ldan keladigan darajada potensial mijozlarga pul beradigan yoki boshqa loyiha topib bera oladigan insonlarga xizmatini bepul taklif qildi. Keyin demak, bitta narsaga oydinlik kiritib qo'yaylik. Tekinga xizmat ko'rsatib berish bu normal holat, to'g'rimi? Buni normal holat. Boshida maksimal darajada bitta narsani bilib olish kerak bo'ladi. Qancha har xil insonlar bilan, har xil loyihalar bilan kommunikatsiya, ya'ni aloqa ko'p bo'ladigan bo'lsa, har xil loyihalarda ishlab ko'radigan bo'lsa, siz qatdan sizga loyiha kelib qolishini bilmaysiz-da. Qancha ko'p shunaqangi loyihalarda qatnashsangiz, shuncha ko'p sizga mijoz olib kelish potensiali bor. Men bu narsani o'zim boshimdan kechirganman, mana fakt sifatida aytaman, 2021-yildan beri kimdir menga kontakt tashlab berib, aloqaga chiq shu odam bilan demagan bo'lsa, boshqa hamma holatda mijozlarning o'zi chiqqan. Men o'zim xizmatlarimga mana sayt qilaman deb targetam yo'qmaganman. Kimgadir telefon qilib turib, sovuq qo'ng'iroq qilib, men sayt, mana misol uchun senga sayt qilganman deb aytmaganman-da. Maksimal darajada juda ko'p insonlarga men tekinga xizmat ko'rsatganman yoki barterga nimadir qilib berganman. Shuning orqasidan hozir sarafanka bo'lib turib, juda ham ko'p loyihalar kelyapti. Hozir ham qilaman bu narsani. Hozir biz qimmat sotamiz, darajamiz baland, lekin hozir ham menga qiziqroq loyiha chiqadigan bo'lsa, potensialni ko'rayotgan bo'lsam, qilib beraman. Bugun shunaqa case bo'ldi. Abetda, misol uchun bugun tushlik paytida do'stim ko'rib qoldim, yaxshi katta marketolog, aytayapti, men bunaqa narsa kerak menga deyapti. Xo'p, deyman, narxini ham gaplashmadim, summasini ham gaplashmadim, chunki bilaman, potensial juda katta. Shahbozbek Dolimov degan marketolog borlar, ko'rsatamiz. Ularni zo'r bitta gaplari bor, podkastlarda eshitganman. Menga nima foyda emas, mendan nima foyda degan filosofiya bilan aniqlanadigan bo'lsa, rivojlanish juda ham men nima bera olaman. Bu yerga alohida to'xtaymiz oxirida, ya'ni network masalasida. Bu tekinga qilib berishning chegarasi bormi yo'qmi? Tekinga qilib berish chegarasi bor. Bu narsani siz tekinga qilib berdim deb emas, bu narsani siz investitsiya sifatida ko'rishingiz kerak. Misol uchun siz bunga bekorga men boshida aytmadim, agarda o'sha loyihani orqasidan yaxshiroq loyiha bo'ladigan bo'lsa, keladigan bo'lsa, potensial bo'lsa qilib bering deb. Sababi siz bir marta tekinga qilib berdingiz, baribir tekinga qilib berdingiz degani bu o'sha loyihada $100, $200 yo'qotdingiz deganda, to'g'rimi? O'sha pulni ololmadingiz degani. O'sha $100, $200 siz reklamaga ham sarflaysiz. O'sha $100, $200 siz targetga ham sarflaysiz. Xuddi shunaqa sarflagan pulingizga siz loyiha olasiz. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Siz o'sha tekinga qildingiz, uni narsani investitsiya sifatida ko'rdingiz, uni o'sha loyiha orqasidan siz boshqa loyihani olasiz. Shuning uchun aniq potensial bor loyihalarni birinchi tahlil qilib, o'rganib, keyin qilish kerak bo'ladi-da. O'sha qilgan xizmatini anaqasini boshqa loyihadan qoplatib oladi, to'g'rimi? Shu bo'yicha. Yana bitta sir aytib ketaman bu yerda. Ikkinchi holati ham bor bu narsani. Birinchi holatda siz loyihani o'sha insonni olish uchun qilayotgan bo'lsangiz, ikkinchi holatda men o'zim shaxsan ishlatgan instrumentlardan bittasi o'sha siz ishlayotgan sohada, aytaylik, dizayn sohasi bo'ladi, marketing sohasi bo'ladimi, shunaqangi bozordagi avtoritet katta darajadagi tadbirkorgami, loyihagami, proyektgami ish qilib bersangiz, misol uchun, keyin o'sha loyihani portfoliozga qo'shib turib, o'sha loyiha orqali boshqalarga sotishingiz mumkin bo'ladi. Zo'r. Bu yerga to'xtalish qilamiz. Zo'r anaqa bo'ldi. Bitta savol bermoqchi edim sizga. Bunaqa imkoniyatlar hammasi aytayotganingiz Toshkentga tushadi aka. To'g'ri tushunish kerak, viloyatda imkoniyat cheklangan, baribir Toshkentga kelish kerak. Lekin ko'pchilikda muammo prosta Toshkentga kelishga sabab yo'q. Yokida qanaqa kelishni bilmaydi, yokida qanaqa yashashni bilmaydi, qo'rquvlar hammasi. Qanaqa qilib, masalan, viloyatda yurgan, demak 18 yoshli yoki 16 yoshli bola qanaqa sabab topib ota-onasini ko'ndirib keladi Toshkentga. Aytayotgan tadbirkorlar hammasi Toshkentda aka. Bitta narsa men sizga aytib beraman. Toshkentda bo'ladi, boshqa viloyatda bo'ladimi, chet elda bo'ladimi. Misol uchun hozir men shogirdlarim bor, chet elda ishlaydi. Umuman O'zbekistonda ishlamaydi, lekin hamma loyihasini O'zbekiston oladi-da. Umuman chet elda ishlaydi. Boshlang'ich etapda Toshkentda bo'lgan lekin. Yo'q, umuman hozir misol sifatida keltiryapman-da. Endi qaranglar, sizning holatingiz yetayotgan bo'lsa, hozir mana men sizlarga aytaman, juda ko'plab mijozlarim bilan men faqatgina onlayn gaplashganman, onlayn tanishganman. Keyinchalik men hattoki ishini qilib berganimdan keyin ham keyinchalik offlayn formatda ko'rishganman-da. Shuning uchun bitta
bitta shu ota-onasini aytaylik ishontirishi variantlaridan bittasi birinchi navbatda hali hech narsasi yo'q bo'lib turib Toshkentga ketaman deb turolmasdi. Birinchi ishlayotgan boyaga aytayotgan metodikam bo'yicha tekinga sayt qilib, keyin kichkina loyihalarni olib turib, qanaqangidir natijani ko'rsatib isbotlab bersin. Mana qo'limdan mana narsa kelyapti. O'zim mana bu sohada $100 ishladim, $200 ishladim, $300 ishladim deydigan narsani ko'rsatib bersin. Uni hech kim bog'lab qo'ymagan, hech kim shoshiltirmayapti. 2 oy, 3 oy, 4 oy, balkim 6 oy, balkim 1 yil vaqti bordir. Shoshib kelib olmasin, misol uchun bekorga bu yerda kelib, qiynalib qolib yurgandan ko'ra harakat qilsin. Uzr gapingizni olaman. Bu fikrga men ozgina qo'shilmayman, chunki уже mana maktabni bitiryapti, уже ota-onasi aniq dabit qilishni boshlaydi. Nimadir qilishing kerak, yo universitetga kirishing kerak, уже katta bosim kelishni boshlaydi maktabga bitirayotgan insonda. Chunki bu biz audit qilib chiqqanimizda xuddi shu narsa kelib chiqdi. Уже mana bitta o'rtog'im bor, maktabni bitirguncha bo'lgan muddatda ota-onasi moliyaviy ta'minlab turgan. Maktabni bitiryapti, bitiruv kechasi bo'ldi, o'tdi, уже xunuk ko'rinishni boshlayapti ota-onasiga. Uyda o'tirishi, tan boshqa narsa bo'lishi uchun ota-onasiga daj yoqmayapti. Tushundim. Bunaqa vaziyatda qanaqa qilib 3-4 oylab bunaqa loyiha qilish mumkin? Men tushuntirib beraman, qarang. Real case aytib beraman sizlarga. Mani oldimga bitta bola keldi, saytlar o'rganmoqchiman dedi. Kelgan paytda u bola o'zi viloyatda yashagan, o'rgangan saytlarni, o'sha boyaga aytgan hamma etaplarni o'tib ketib bo'lgan. Oldimga kelganda men sizni nechidir yildan beri kuzatib yurardim. Endi qaror qildim shu sohani o'rganishga deb aytuvdi. Necha pul ishlayapsan desam, $400 ishlayapman dedi. Bu yerda общежитиеda yashagan, общежитие emas, shu kvartirada yashagan, faqat bir nechta o'rtog'i bilan yashaganda, tushunasizmi? Ishlash boshlagan, keldi. Programmani, shu saytlar yasash sohasini o'rganib chiqdi. O'sha bolani taxminan 4 oy, 5 oy ketdi Toshkentda $3000 gacha chiqishiga oylik daromadi. 400 dan 3000 ga chiqdi. Bitta u bolani qilgan ishi boshqalardan tezroq natijaga chiqqani bitta sababi shundaki, hozir ko'pchilik oddiygina har kuni o'sha ish uchun vaqt sarflamaydi. U bola har kuni 7 soat, 8 soat, 10 soatlab ishlaydi. O'sha qilayotgan ishida. Hozir ko'pchiligini masalasi, mana misol o'rganish kerak bo'lsa 20 soat esa cho'zib yuradi-da. Misol o'rganish kerak bo'lsa, misol viloyatda turibdimi, bo'ldi. Butun fokusini sarflasin-da. Uydagilardan misol uchun muddat olsin, menga aytaylik 3 oy vaqt beringlar deb. Zo'r, kelishib olish. Misol uchun, menga 3 oy vaqt bering, natija qilaman. Agar shunaqa davleniya bo'layotgan bo'lsa, misol uchun shunaqangi holatda bo'ladigan bo'lsa, yo 3 oy 4 oymi etsin. Mana bu sanagacha menga muddat bering. Men o'zim menga tegmanglar. Men bu ishni qilaman deb kelishib olish kerak. Haqiqatan shu narsa haqida tushuntirib berish kerak. Va o'sha muddat davomida ertalab kechgacha o'sha hamma fokusini shu yerga qaratish kerak bo'ladi-da. Kerak bo'lsa 10 soatdan ishlasin, misol uchun o'rgansin-da shu sohani, butun fokusini qaratsin. Hozirgi aytayotgan digital sohalarimizdan xohlaganida agar boyagi fundamental bilimlarga ega bo'lsangiz, o'sha $1000 natijaga chiqish uchun $1000 2 oy patolog 3 oy kifoya. Xohlagan sohangizni oling. Mana hozirgi holatimda menga xohlagan sohangizni bering. Video montaj bo'ladimi, syomka bo'ladimi, kamerada misol uchun aytaylik operatorlik qilish bo'ladi. Men $1000 chiqa olaman deb aniq ishonaman. Jo'as aniq ishonaman. Bilmayman men u sohani. Lekin men ishonaman. Faqat dasturlashdan tashqari. Dasturlash qiyinroq masala, lekin u yerda ham chiqa olaman deb o'ylayman. Chunki boya aytganimdek, o'sha $1000 natijaga chiqish uchun, minimal natijaga chiqish uchun odamga prosta vaqt kerak. Prosta vaqt ajratish kerak, prosta fokus qaratish kerak. Endi keyinroq senior levelga chiqish uchun, middle levelga chiqish uchun, o'sha team lead bo'lish uchun, o'sha sohani yaxshi ko'rishingiz kerak, chuqurroq kirishingiz kerak bo'ladi-da. O'sha bolani qadami kelishuv qilish va 3 oy tinmasdan o'zingizda shu rejim bilan, disiplina bilan, misol uchun shu intizom bilan faqat o'rganib, o'sha boyaga aytgandek tekin loyihalarni qilib, arzon loyihalarni qilib, qimmatroq chekka chiqish. Onlayn qilsa bo'ladi buni. Обязательно bu kelish shart emas. Xohlagan odamingizga hozir yozsangiz bo'ladi Instagramdan. Aloqaga chiqmasa 10 marta yozing, 5 marta yozing, 50 marta yozing. Misol uchun-da, bu yerda kim misolni keltiraman? Oskar Hartman degan odam bor. U odam hozir milliarder odam. 18 yosh adashmasam paytida ishga kirish uchun 500 ta rezyume jo'natgan har xil kompaniyalarga. Kim hozir 500 ta odamga yozyapti, ish so'rab. Hech kim yozmayapti. 100 ta odamga ham yozmayapti. 4 ta odam yozadi, yig'lab o'tiradi. Men natijaga chiqa olmayman, menga javob bermayapti. Bu yog'ida deb 500 ta joyga jo'natgan. Tasavvur qilasizmi? Zo'r. Hayotimiz, uzr, fikringiz bo'laman. Muzokaralardan iborat. Ota-onasi bilan ham qanaqadir muzokara qilish kerak hozir. Borish kerakda, qanaqadir suhbat bo'lish kerak, 15-20 minutlik. Ko'pchilik ana auditdan kelib chiqyapti-da, ota-onasi gapirishga shunchaki qo'rqadi. Prosta. Chunki uni fikri inobatga olinmaydi. Gap endi boshlashidan, уже gap kesib qo'yiladi.
Shunaqa bo'lmasligi uchun mana Umidjon Ikronboyev viloyatda yuribdi hozir 18 yoshda. Ota-onasi bilan qanaqa qilib переговор qiladi, qanaqa ko'ndiradi, чтобы zamonaviy kasblarni men o'rganmoqchiman degan joyga. Ozgina qo'shimcha qilib qo'ying. Mana ikkita og'riqli kes bizning jamiyatdagi og'riqli kes. Birinchi masala. Farzand telefon yoki kompyuter tiklashni boshlasa, sirrazu keladi, yig'ishtir kompyuteringni. O'yin o'ynayapsan. Yig'ishtirib chiqilyapti. Endi bu sal yomonroq ko'pirtirib aytayapman. Mayli u kompyuterda balki o'rganayotgandir. Va ikkinchi kes, mana juda ko'pchilikni bilaman, agar kuniga 8 soat kompyuterda nimadir o'rganadigan va ishlaydigan bo'lsa, uy ishlari qolib ketadi. Yer chopish, hayvonlarga qarash, va hokazo. Ya'ni ujug'ini ko'rinish boshlaydi. Bularning fikriga, ya'ni переговоры qanaqa qilish kerak ota-ona bilan va bu ishlar nima qilamiz? Ya'ni umumiy bitta fikr bersangiz shu. Men bitta fikr aytaman, bu bitta yechim bor deb o'ylayman. Ikkita yechim bor. Birinchisi, endi ko'ndirish to'g'risida men u narsani men boshimda kechirmaganim uchun ko'ndirish to'g'risida men bu narsani bilmayman. Sababi asosiy og'riq-da bu. Sababi misol uchun men mana kollejda o'qiganman, keyin universitetga tayyorlandim, misol uchun universitetga kirdim, misol uchun-da, o'qidim, o'qish bilan shug'ullandim. Hech qachon menda bu yerda ishim zo'r bo'lib ketib turib, o'qishim qolib ketgan holatlar bo'lmagan-da. O'qishimda ham zo'r bo'lgan, ishim ham yaxshi bo'lgan. Endi ularning holatda ko'ndirish harakat qilib ko'rsin, ko'ndira olmasa, mabodo variant sifatida ko'raylik, ko'ndira olmadi deylik. Ko'ndirsiz zo'r, boyga yetgan metodi. Agar ko'ndira olmasa, qaysi misol uchun uyda ish ertalabki soat 5 dan boshlanadi yo 4 dan boshlanadi yo kechasi soat 12 gacha kechasi soat 12 gacha kimdir sizni mol boqtiradi yo ishlatadi-da, misol yer choptiradi. Hech kim yer choptirmaydi. Любой qishloqda yashasa ham, boshqa joyda yashasa ham, mana misol uchun butun tug'ilgan paytimdan turib Toshkent shahrida yashamaganman. Mana misol uchun o'zim viloyatda tug'ilganman, o'tda yashaganman, misol uchun o'tda hamma ishlarni, uy ishlarini qilganman, mana ham yer chopganman misol uchun-da. Hech qaysi uyda unaqa emas. Любой oilada masalan nechida boshlanadi? Maktabga boradim, boshqa narsa biladim, ertalab soat 7da, 8da boshlanadi. 8da boshlanadi. Kim unga xalaqit beryapti ertalab 5da turishga? Men turyapman-ku misol uchun 5da. Har doim emas, to'g'ri. Tadbirkorlar turyapti, katta odamlar ertalab 5dan turib. Katta muvaffaqiyatli tadbirkorlarni ko'ring, ertalab 4da turishni boshlaydi, 5da turishni boshlaydi. 5da turdi, 7gacha 3 soat vaqti bor. Kim tegadi unga? Uyda hamma uxlab yotgan bo'ladi. Kechasi uxlasam, soat 10da uxlasang, naborat uydagilar yomon ko'radi. Kechasi 12, 1gacha uxlamasdan yurganlarni. Ertalab uxlasa, ertalab tursin. 3 soat uni vaqti bor. Ertaroq tursin. 7 soat uxlasa, ertaroq tursin. Imkoni yo'qmi? Imkoni bor, 100% imkoni bor. Bu yerda faqat uni qanchalik xohlashi, o'sha intizomiga bog'liq bo'lgan narsa. O'sha holatdan chiqib keta olmayaptimi, ko'ndira olmayaptimi? Ertalab vaqt sarflasin, 3 soat ham ishlasin, ham uydagilarni aytganini qilsin, ham qayerdadir ishlasin. Lekin to'g'ri, bu ko'proq vaqt oladi. 6 oy vaqt olishi mumkin, 1 yil vaqt olishi mumkin. Lekin umrining oxirigacha o'zi yoqtirmagan ishda ishlab, arzon oylik ishlagandan ko'ra 1-2 yil shunaqa qiynalib yashab turib hayotni o'zgartirgan ancha yaxshiroq deb o'ylayman. Demak, bahona emas, imkoniyat qidirish kerak. Xuddi shunaqa. Demak, tanlov har doim bor. Yoki hozir ozgina qiyinchilik bo'ladi, yaxshi hayot uchun, yoki hozir yaxshi bo'ladi, lekin og'ir hayot uchun. Xuddi shunaqa. Avf deydi. Zo'r. Men sal ozgina orqaroq aytaman. Bizning jamiyatdagi og'riqlardan kelib chiqaman, sababi o'zim ko'p insonlar bilan ishlayman, qo'limda bolalar ishlaydi. Juda ko'p aytishnikman deydigan bo'lsam, hamma yo farzandini, yo jiyanini, yo kimnidir aytishnik qilmoqchi bo'layotgan bo'ladi. Sizga savol. Pul uchun sohani tanlash kerakmi yoki soha tanlayotganda, boya gaplashdik, 20 soat yetadi o'rganayotganda. Nimalarga e'tibor berish kerak va pul uchun shu sohani tanlash bu okeymi? Tushundim. Men biza dasturda o'qiganmiz-da, shaxsiy rivojlanish bo'yicha Aziz aka Rahimov inson shunaqa odam bor O'zbekistonda. Ularni shaxsiy rivojlanish bo'yicha dasturda o'qiganmiz. Zo'r narsani aytuvdilar-da. Taxminan shu 1000, 1.5, 2000 dollargacha shu o'zingizni ehtiyojlaringizni yopmagunizcha o'sha soha sizga yoqadimi, yoqmaydimi bilmaysiz. Pul uchun ishlayverasiz-da, tushunyapsizmi? Pul kelyapti-yu, hali ehtiyojlarni yopmagansiz, yop olib deb ishlab yuraverasiz-da, bir-biriga ulanib ketaveradi. U tugamaydi. Tushunyapsizmi? Siz yopib bo'lganingizdan keyin tushunib yetasiz. Shuning uchun men maslahat berardim. Hozir sizga to'g'ri boshida tanlash kerak. Tanlang. Noto'g'ri qaror qabul qilishingiz ham mumkinmi? Mumkin, to'g'rimi? Yoki masalan tanlamasdan o'zi kirib qo'ygan bo'lishingiz ham mumkinmi? Butun fokusi tez, qisqa muddat ichida shu skilllaringizni oshirish orqali, rivojlanish orqali, o'qish orqali o'sha boshlang'ich ehtiyojlaringizni yopishga harakat qiling-da. Parok nima O'zbekiston sharoitida 1000 plus daromadga chiqishingiz-da. 1000 plus daromadga chiqsangiz, plus minus hamma ehtiyojlaringiz yopiladi, sekin-sekin, misol uydagilarga ham yordam bera olasiz, o'zingiz xohlayotgan narsangizni ham qila olasiz. To'g'ri, katta summa emas, lekin boshlang'ich daraja uchun yaxshi hozirgi sharoitda-da. Va shundan keyin o'ylab ko'rsangiz bo'ladi.
Shundan keyin o'ylab ko'rsangiz sevimli sohani shundan sevimli sohani almashtirish yoki nima yoqadi sizga, nima yoqmaydi, tushunyapsizmi? Boshlang'ich etapda sizga daromad keltiradigan soha qo'lingizga imkoniyat tushdimi, ishla olasizmi, qo'lingizdan kelyaptimi, tez harakat qilish kerakda o'sha ba'zi ehtiyojlarni yopishga o'sha sohada. Agar o'sha imkoniyat tushib qolsa, hali sohani tanlamagan bo'lsangiz, topmagan bo'lsangiz, bo'lmasam boyagi variant, men aytgan variantim 20 soat как положено vaqt sarflash kerak. O'sha soha yoqqan sohani tanlash kerak, o'sha sohada rivojlanib o'rganish kerak. Endi bu yerda risk bor-da. Men IT misolida aytaman. Oddiy noldan fundamental bilimlari va yoki qo'ldan nimadir ish keladigan darajaga chiqish bu 3 oydan 6 oygacha vaqt oladi normal harakatdagi insonga. Tushundim. 6 oy o'rganish uchun sarflayapti. 3 oy deylik nimadir amaliy narsa uchun sarflayapsiz. 9 oy vaqt ketdi. Lekin pul topa olmay qoldi yoki o'sha 6 oydan keyin tushunib yetyapti, bu soha uchun emas. Ya'ni masalan dasturlash bu umuman unaqa emas, lekin tanlab qo'ygan. O'sha risk bordi. Yo'qgachi. Men aytardim bu yerda. Shu holatda mana 6 oy o'rganib qo'ydi. Nima bo'lganda ham dash $1000 qarab yurish kerakmi? Men boshidan aytgan bo'lardim. Qanaqa qo'ying, o'rganish qo'ying. Hali ota-onani ko'ndirib olaylik oldin. Hali ota-onani ko'ndirib olmadik, keyingi bosqich bu aka. Tushundim. Mana bu bosqichda aytasiz siz muzokara qilib ko'rsingiz. Lekin mana bunaqa ham bosqich bor. O'zi 18 ga kirdi. Yo universitetga kirib ketdi. Yo uylanasan dotdi. Yo rasmiy ketasan dotdi. Bitta gap aytaymi? Universitetga kirsa bo'ldi, ota-onasi tinch qo'yadi 4 yilga. Kirish kerak dedi. Demak, Toshkentga kelish yana yo'llardan biri universitetga kirish kerak. Universitetga kirsa ota-onasi tinch qo'yadi. 4 yil umuman hech kim hech narsa demaydi. O'qiyapti deydi, bo'ldi. Shundoq ham o'zi universitetlar bu sizni bir xil yomonlikda, universitet u yoq deydi. Misol uchun, agar universitetga kirgungacha o'sha vaqt ichida qo'ldan nimadir kelmayotgan bo'lsa, hali 0 bo'lsa, umuman qutulish hech qanaqangi xayolli, hech qanaqangi davleniya bo'lmasligi uchun просто universitetga kirib qo'ysin bo'ldi. Bo'ldi. Kiryapti-yu, qanaqangi sharoit bo'lishidan qat'iy nazar hozir odamlar yashayapti, kiryapti. Misol kvartirada turayotgan bo'lsa ham, kam pul sarflayotgan bo'lsa ham, lekin kiryaptimi? Bo'ldi. Universitet keyin masala, o'qish masala, u ikkinchi masala-da. Kirsa, mana shu holat shunaqa bo'lgan. Kirdimmi bo'ldi, men 4 yil men har qanaqangi aytaylik davleniyalardan, har qanaqangi qo'shimcha fikrlardan men qutuldim. Demak, universitet cheklamas imkoniyat bormi? Xuddi shunaqa. O'zi universitetlari hozirgi asosiy vazifalardan biri ham shu bo'lyapti. Ya'ni hamma Toshkentga kelib hayotini yoki yo'nalishini topish uchun universitetga kiryapti-da. Kelib bu yerda 0 dan boshlayapti hamma narsani. O'sha 0 dan harakat qilyapti. Savolni o'zgartiramiz. O'g'lim dotdi, Rossiyaga ketasan dotdi. Ketmasang bo'lmaydi dotdi. Oilani boqish kerak, yo pul kerak dotdi. Bunaqa vaziyatda nima qilish kerak? Unaqa vaziyatda boy aytgandek, hozir misolchi ketmasang o'lib qolamiz deb hech kim aytmayapti, to'g'rimi? Unaqa holat kamdan kam holatdan bo'ladi. Tabit qotdi dadasi, ketasan dotdi desachi, qarochi. Xo'p, u aytmaydi-yu, ertaga ketasan narsalarni yig'ishtir deb. Tushunyapsizmi? Shunaqa holat sizda keys bo'lganmi? Davay dedi, qayerda ko'rgansiz? Men unaqa holat ko'rmaganman. Ketasan deydi. U bir kunda misol uchun narsalarni yig'ishtirib, davay deb aytaylik, narsalarni olib yo'q, menda real keys bor. Qanaqa. O boy o'rtog'im aytib berdim-ku. Maktab tugatdi. O'sha ertasidan o'sha xunuk ko'rinish boshladi. Qo'liga bilet ushatyapti-da. Yo'q, qo'liga shunaqa. Qo'liga emas, o'sha tortish, konfliktni situatsiyalar, короче, sen bekorchisan, mana shunaqa narsalar botdi. O'sha o'zini diskomfort his qilishni boshlayapti. Uyga, короче, sig'mayapti o'zini uyiga, o'zi katta bo'lgan uyiga sig'mayapti o'zi. U ota-onasi bilan sar tortishib ketib Toshkentga keldi u. Bu yaxshi anaqa bo'lmadi. O'tlarga deylik tortishyapti har kuni. Yo'q, bunaqa keyslar bor, Umid aka. Yagona boquvchi san deydi. Davay, men senga Rossiyadan ish gaplashib qo'ydim. Qo'shnimiz Abdurasul yonida ishlaysan, qurilishda. Davay, sur короче. Boyga narsa aytaman. Xuddi o'sha narsa. Qaysi qurilish soat 9 da, ertalab soat 5 dan boshlanadi. Boshlanmaydimi? Bo'ldi. Bu ham imkoniyat. Bitta narsani tushunib olishinglar kerak-da. Любой joyda, xo'j zavodda ishlaydimi, xo'j boshqa joyda ishlaydimi, hech qaysi joyda 12 soat ishlamaydi-yu. Как положено, soat ustoni 9 da boshlanadi, kechgacha tugaydi. Yo kech payt 1 soat vaqt bo'ladi, yo kunduz kuni 1 soat bo'ladi. Bo'ldi, Rossiyaga ketmayman deydi. Men misol uchun nima qilganman? Ketmayman derdim-da, O'zbekistonda ishlayman derdim-da, ishga kirardim. Zavodga bo'ladim, stroyga bo'ladim, farqi yo'q. Ertalab men vaqtim bormi? 2 soat vaqtim bormi, 3 soat vaqtim bormi misol uchun, kech payt vaqtim bormi? Qilardim shu narsani. Men sizlarga bitta narsani aytib beraman-da, bir real case aytib beraman-da. Margon Sesimboy intervyusida ko'rganman-da. U va'da bergan o'rtoqlariga men ingliz tilini o'rganaman deb. Qo'lda kitobchasi bo'lgan. Kitobning ichida men bilmayman, haqiqatan bo'lgan bo'lmagan, lekin shunaqa odam aytib beryapti, demak bo'lgandir-da. Ingliz tilini sababi zo'r biladi hozir. 10 mingta so'z bor ichida. Shu 10 mingta so'zni yodlamaguncha kitob qo'limdan tashlamayman deganda, o'sha so'zni yodlamaguncha kitobni qo'ldan tushirmagan, cho'milishga kirganda qo'liga paket kirib, skotchlab cho'milgan.
Da. voy otlagan. Demak, bu Tushunasizmi? Bu prosta o'sha insonni qanchalik xohishiga bog'liq, qanaqa qiyin darajada yashashidan qat'iy nazar, любой payt 1 soat bo'ladi. Mayli, uni o'sha natijaga chiqish uchun ko'p vaqt ketsin deylik. O'sha misolda yillab 40 yosh, 50 yosh, 60 yoshigacha o'sha yoqtirmagan ishida ishlab yurganlar ko'p-ku. U mayli 10 yil qiynalsin-da, baribir natijaga chiqadi. Agar to'g'ri harakat qiladigan bo'lsa, to'g'ri ishlaydigan bo'lsa, 1 soatda mayli shug'ullanadigan bo'lsa ham aniq natija chiqadi. Lekin o'sha narsani qilmasa natija chiqmas ehtimoli 100% da. Zo'r. So'zingiz bo'lsin. Tak, demak, boya aytdingiz, 0 dan $1000 ga chiqish uchun qancha vaqt kerak? Men hozir shaxsiy tajribam bo'yicha taxminan 65 ta o'quvchi o'qitganman. Shaxsiy tajribam bo'yicha 0 dan $1000 ga chiqish uchun taxminan 6 oy vaqt ketadi. Taxminan 6 oy vaqt ketadi. Tez chiqqanlar bo'lgan, 1 oyda chiqqanlar bo'lgan, 2 oyda chiqqanlar bo'lgan, 3 oyda chiqqanlar bo'lgan. Lekin o'rtacha hisobda oladigan bo'lsam taxminan 6 oy vaqt ketar ekan. Nima sababdan 6 oy desa, taxminan 3 oy, 4 oy o'sha sohani tushunib olishiga, hamma xatolarni boshlang'ich odamlar xatolarni qilib chiqishiga vaqt ketadi va qolgan 2-3 oy bu o'sha sohani kirib, natijaga chiqishigacha vaqt ketadi. Hozirgi kunda lekin tezlashib ketyapti. Hozir ancha osonroq. Oldin qiyinroq edi. Hozir ancha osonroq. Sabab tadbirkorlar tushunyapti. Bozor juda ham tez o'zgaryapti, rivojlanyapti. Sotish ham osonroq, sohadan o'rganish ham osonroq. Oldin ChatGPT bo'lmagan. Hozir bor misol uchun. Xohlagan savolingizga, xohlagan masalangizga javob olishingiz mumkin. Hozir bu qisqargan. Bu narsa qisqargan. Va ikkinchisi bu oilaga emas, meni fikrimcha, ajratayotgan necha soat vaqtingizga bog'liq. Misol uchun kuniga 2 soatdan shug'ullanadigan bo'lsangiz 8 oy ketadi. Kuniga 4 soatdan shug'ullanadigan bo'lsangiz 6 oy ketadi. Kuniga 10 soatdan shug'ullaning 3 oy ketadi. Tushunasizmi? Ajratayotgan vaqtingizga bog'liq. Bu o'rtacha normal insonda-da. Normal insonda taxminan shunaqa. Ya'ni qobiliyati kuchli, tez o'rganadigan inson tezroq yoki men sal qobiliyatim pastroq, unutish qobiliyati, nima edi, unutish odatim bo'ladigan bo'lsa sekinroq. Lekin o'rtacha 6 oyda bitta o'rtacha insonni $1000 ga olib chiqish mumkin. Xuddi shunaqa, 6 oy. Uверен aytasiz. Ishonch bilan. Ishonch bilan aytaman, sababi xuddi shunaqa keyslarda taxminan aniq 10 tadan ko'pini bilaman. O'zimda, shaxsan o'zim o'quvchilarim orasida. Hozirgacha nechta o'quvchini o'qitgansiz? 60 tadan ortiq taxminan. Ularni o'rtacha daromadi. Ular o'rtacha daromadi, mana men sizga aytaman, 600 dan boshlanadi. 600 dan boshlanadi. 3000 gacha bor. 3000, 4000, endi 5000 gacha bor, lekin men sizga aynan stabil, doimiy ravishda har oy ishlaydigan daromad aytaman. Ya'ni maksimal ishlagan paytlari bo'lgan, qanaqangidir o'quvchilarda 5000 ishlagan, 6000 ishlagan o'quvchilar bo'lganda oyiga. Lekin u har doim emas, bir o'xshab qolganda bo'lgan. Stabil daromadni oladigan bo'lsa, shu 500-600 dan boshlanadi, 3000 gacha boradi. O'quvchilaringiz orasida qanaqa insonlar bo'lgan? Ya'ni mana o'sha podkastimizning auditoriyasi ham bor, siz o'quvchilaringiz auditoriyasi bor. O'rtacha o'quvchi portretingiz qanaqa bo'lgan? Viloyatdagi inson bo'lganmi? Yoshi qanaqa bo'lgan? Sharoiti qanaqa bo'lgan? Maktab bitiruvchisi bo'lganmi? Natijaga qanaqa chiqdi u eng qizig'i? Maktab bitiruvchisi bo'lganmi yoki o'sha 27 yoshli misol uchun sohasini alishtirgan inson bo'lganmi? Va o'sha 0 dan $1000 ga qanaqa chiqqan? Eng yosh o'quvchim aytaman, eng yosh o'quvchim 2006-yil bola bo'lgan. Mendan 6 yosh kichkina bola bo'lgan. O'sha hozir top 3 taliga kiradi daromad jihatidan. Xohishga bog'liq. Endi eng yosh kattasini oladigan bo'lsa, nechta topadi bola? Hozir 3000 dan menimcha baland topadi. Demak, 2006-yil bola $3000 pul topadi. Yaxshi. Baland topadi. Eng kattasi-chi? Eng kattasi 97-yil, adashmasam bo'lgan, 97-yil. Mana o'sha insonning holati, oilasini boqish kerak, bozorda ishlaydi. Ertalab misol uchun menga 5 ta 6 ta сообщение yozardi, umidiki men bunaqa qilib olman deb shug'ullanardi. Boshqa vaqti yo'q uni. Faqat ertalab vaqti bor, tushunasizmi? Kechasigacha ishlaydi. Faqat ertalab shug'ullanardi o'sha inson. 97 yoshi ham o'sha ancha katta insonda hozirgi paytda misol uchun. Nechta topadilar hozir? $1000 atrofida pul topadi hozir. Pul topadilar. Zo'r. Endi ularning hozir asosiy ishi ham bor, o'zini ishidan tashqari shunaqa taxminan daromad topadi. Endi stabil emas, chunki gaplashganing ancha bo'lib ketdi, lekin loyihalar qilyapti. Men o'zim ham ikkita 3 ta loyihalar berganman-da u insonga. Endi portretga keladigan bo'lsak, har xil, lekin men sizga aytaman, boshqa viloyatdan ham bor, Toshkentning o'zini ichidan ham bor, asosan Toshkentning ichida, lekin Toshkentning ichida degan ular Toshkentda tug'ilib katta bo'lmagan. Ya'ni universitetga kirib kelgan yoki qanaqanday boshqa sabablar bilan kelishgan, shu yerda biz ular bilan ko'rishganmiz, gaplashganmiz. O'rtacha patolog men oldim kelgan o'quvchilar shu $400-500 daromad bilan kelishadi.
Noldan. Tilda orqali to'g'rimi? Yo'q, har xil O'zi boshqa любой umuman soha. boshqa sohada bo'lishi mumkin-da. Patolog shu $500 bo'lgan daromad bilan kelishardi. Keyin o'sha daromadini bir necha barobarga ko'tarishardi saytlar orqali. Ya'ni sohasini umuman tashab, men sohanga o'tib ketgan keyslar ham ko'p bo'lganda. O'zi umuman boshqa sohada ishlagan, keyin men sohanga o'tib ketgan. Eng ko'p pul topadigan o'quvchingiz qanaqa bo'lgan? Misol uchun KOTda 0 dan KOT yoki qanaqadir daromadidan KOTda qancha muddatda, misol uchun eng katta summa qanaqa bo'lgan sizda? Taxminan men sizga aytaman, bir 3 ta o'quvchimni bilaman. Shu eng ko'p taxminan oylik daromadi 5000 ga adashmasam chiqqan. Ularning oylik daromadi 5000 ga chiqqan. Stabil emas, lekin 5000 ga chiqqan. Tilda orqali chiqarsa bo'ladi, to'g'rimi? Saytlar orqali, tilda saytlar yasash orqali, dizayn orqali 5000 ga chiqqan. Endi qancha muddatda kelgan desa, taxminan 1,5 yil ketgan. 1,5-2 yil ketgan. 5000 ga noldan chiqishga. Umuman noldan chiqishga. Yaxshi. Siz o'quvchilarni 65 ta dedik. Hammasi ham muvaffaqiyatli bo'lavermaydi hayotda. 100%. Sizni holatingizda muvaffaqiyatli o'quvchilaringiz va muvaffaqiyatsizlikka uchragan o'quvchilaringiz o'rtasida nima o'xshashlik bor, umumlashtirganda? Zo'r. Uchmaganlarda qanaqa o'xshashlik bor, uchganlarda qanaqa? Zo'r savol berdingiz. Mana natijaga chiqqan hamma o'quvchi, 100% hamma o'quvchi, men yaqinda bitta statistikani ko'rdim. Men dasturim bor, dasturimda 100 tacha dars yozilgan. Natijaga men o'zim Telegram kanalimda bitta o'quvchim yozib qoldi o'zimga shaxsiy o'zim yozib qoldi. Mana men MacBook oldim. Aytaylik, rahmat bergan bilingizga va hokazo deb aytayotdi-da. Keyin kanalimga qo'ydim. Yana bitta o'quvchim yozdi, xuddi shunaqa. Yana uni ham kanalimga qo'ydim-da. Keyin hamma o'sha natijaga chiqqan o'quvchilarimni o'sha platformaga kirib turib, nechta dars o'tganini qarasam, deyarli hammasi 70% dan ko'p darslarni platformada ko'rib tugatgan. Ko'rib chiqqan. Va 100 ta darsdan 70 tasini ko'rib chiqqan. Natijaga chiqmaganlarni deyarli hammasi 10 ta ham dars ko'rmagan-da. Necha foiz? 10 ta. 100 ta bo'ladigan bo'lsa, 10%, 15% atrofi bo'ladimi? Yo'q, tushunmadingiz. Qarang. Natijaga chiqmagan o'quvchilarni hammasini oladigan bo'lsak, 10 ta ham dars ko'rmagan. O'sha darslarning 10% ni ham ko'rmagan va natijaga chiqmagan o'shalar. Ya'ni kursni 10% da tashab ketgan. Olgan, oxirigacha o'qimagan, bormagan, misol uchun aytilgan vazifalarni qilmagan. Endi farqi nimada desa, farqi bitta guruh aytilgan ish qiladi va har kuni ishlaydi shu sohani ichida. Daromad keltirsa, keltirmasa, men o'quvchi otgan shunaqa kriteriya qo'yaman, kuniga 4 soat vaqt ajratishing kerak, bo'lmasa natija chiqa olmaysan deyman. Kamida. Va'da berish kerak menga. Kuniga kamida 4 soat men ishlayman deb. Ishlamaydiganlar natijaga chiqmaydi, ishlaganlar natijaga chiqadi. Eng birinchi faktori, aniq natijaga chiqishning faktori, u har kun 4 soatdan ishlash kerak. Kamida 3 oy. Eng kamida kuniga 4 soatdan va eng kamida 3 oy ishlash kerak. Shunda natija chiqadi. Bu istalgan sohaga to'g'ri keladimi? Istalgan sohaga to'g'ri keladi deb o'ylayman men. Istalgan sohaga to'g'ri keladi deb o'ylayman. Zamonaviy kasblar. Zamonaviy kasblar istalgan sohaga to'g'ri keladi deb o'ylayman. Faktori shu. Bitta guruh ishlaydi, bitta guruh ishlamaydi. Natija chiqa olmasligining sababi networking emas, uni tanish bilish emas, uni muvaffaqiyatli yo boshqa narsasi emas. Oddiy misol ishlamagan. Ko'tarib ishlash kerak. Ishlash kerak bo'ldi. Okay, bu yerda ham xulosa qilsak, demak, istalgan sohani, o'zingiz bor yo'ligingizda tekshirish uchun kuniga 4 soatdan eng kamida 3 oy o'zingiz sinang. Xuddi shunaqa. Agar haqiqatan 3 oyda eplolmasa yoki natijaga chiqmasa, mayli, unda уже qo'l ko'tarsa bo'ladimi? Ya'ni bo'ldi, meniki emas deb yana bitta 3 oylik sarflaydi. Masalanda, ya'ni 3 oy kamida anaqa qilish kerak. Xuddi shunaqa. Chunki Shahboz aka Dolimov bitta zo'r videolari bor. Meni ham 2019 da o'z sohamda ushlab qolgan. Ular endi YouTube ga moslagan. YouTube video vlogerlar, короче, 10 ta video qiladi-da, tashlab yuboradi sohasini deganda. Iltimos, bolalar, 50 ta bo'lguncha kamida. To'xtamang. Prosmotrga ham qaramang, like-ga ham qaramang, подписчикка ham. 50 ta bo'lguncha. 50 ta bo'lgandan keyin o'shunda orqaga qaraysiz-da, bo'ldi. Dashib ketasizmi, ya'ni davom etasizmi yoki o'sha yerda to'xtatsangiz bo'ladi. Lekin хотя бы 50 ta bo'lguncha, men endi app sohasida qilganman buni. 10 ta 8 ta olgan vaqtni tashlab yubormoqchi bo'lganman. 43 ta bo'lganda уже men app sohasida ancha anaqa etmaydi. Уже qattiq joylashib olgan insonlardan biri edim. Zo'r. Demak, A nuqta va B nuqtani gaplashdik. Roadmapimizni bitta summary'sini chiqazib olamizmi? Demak, bitta summary qiladigan bo'lsak, endi yangi sohani o'rganayotgan bola birinchi bo'lib nima qiladi? O'zi o'rganmoqchi bo'lgan sohalari yig'adi.
xuddi shunaqa. Ro'yxatini kamida bir 3 ta, 5 ta, bitta. Ikkinchi masala, har bir sohaga 20 soatdan o'rtacha vaqt sarflab, sohani o'rganib chiqishga, ya'ni nimanidir emas. Sohani emas. Mohiyatini tushunishga. Qanaqa sohaligini o'rganish. Soha haqida research, ya'ni izlanish o'tkazadi 20 soat. Ya'ni nimalarga erishsa bo'ladi, qaysi yo'ldan yursa bo'ladi, vaqt-kaza. 20 soat har biriga sarflaydi. Konkret. Keyingi qadam o'sha tanlagan sohasi bo'yicha programmalar qidirishni boshlaydi, ya'ni o'quv dasturlari, to'g'ri? Bu Udemy bo'lishi mumkin, o'quv platformalari, YouTube, Google, ChatGPT va hokazo. Programma topish kerak. Va kamida kuniga 4 soatdan 3 oy o'rganish kerak. Bitta qadam qolib ketdi, virtual community yaratish. Ya'ni o'zini o'sha shu sohada bo'lgan ishlayotgan top ekspertlarni kuzatib borish va ularni yo'l xaritasini bo'ladi ularga Instagramda. Yozib turish mumkin, guruhlarga qo'shilish mumkin. Boya aytgandek, o'sha Instagramga, Telegram kirib turib, eng boshida qo'ygan postlardan boshlab pastga qarab o'qib kelish kerak. Bosib o'tgan yo'lini ko'rish uchun. O'sha misol uchun sohada zo'r insonlarga Instagramda yozadimi? Yozadi. Juda katta javob qaytarishadimi? Juda katta auditoriyasi bor odamlar ham javob qaytaradi. Demak, qo'rqmasdan yozaverish kerak. Qo'rqmasdan yozaverish kerak. Siz nima yozganmisiz misol uchun? Tanishish uchun birinchi. Qarang, zaprosdan kelib chiqib turib, ya'ni zapros deganda, misol uchun sizning nima so'rovingiz bor, nima muammoingiz bor. Oddiy prosta aytaylik, yozadigan bo'lsangiz, salom va hokazo deb, unga qiziq emas, bekor vaqtini olasiz, o'zingizdan vaqtingiz ketadi-da. Aniq, mana hayotini ko'rib chiqdingiz, o'rganib chiqdingiz. Qanaqandir hayoti shunaqa nuqta bo'ldi, o'zgarib, ko'proq daromad qilishni boshladi, hayoti o'zgarib ketdi. Yozishingiz mumkin. Mana hayotingni men kuzatib chiqdim, men bunaqa hamma postlaringni o'qib chiqdim. Men bu yerda senda shunaqa o'zgarish bo'lgan ekan, nima qilding? Menga ham o'rgatib berish kerak bo'ladi. Aniq narsa bu. O'sha narsani. Nima bo'ldi hayotingda, qanaqa nuqta bo'ldi, senda shunaqa o'zgarish bo'ldi deb aytish kerak bo'ladi. Javob qaytaradi, ko'rishadi. Mana real misol aytib beraman-da. Hozir Rossiyada yashaydigan, oldin Dubayda yashagan Timofey degan mana bitta kurs olgan o'qituvchim bor. O'zi mendan yosh kichkina, lekin men uni kursini olganman, sotib olganman, unda o'qiganman. Mana uni hayotining transformatsiyasini ko'ryapman-da. Instagramga kirdim, o'ziga deklaratsiya yozgan. Men 500 ming rubl oylikka chiqaman, daromadga chiqaman, 5 ming dollar atrofida pul bo'ladi, taxminan 5 ming 6 ming dollar 6 oy ichida deb yozgan. Va o'sha paytda juda ham katta bloger, ekspertga yozgan. Shu seni hurmat qilaman, shu savollar bergan va hokazo. Va shunaqa darajaga keldi, oxirgi marta ko'rganimda o'sha noldan boshlab turib, o'sha yozgan ekspert bilan hozir eng yaqin o'rtog'iga aylangan va 25 ming dollarlik kursini sotib olgan o'shani. Shunaqa transformatsiya bo'lganda, o'sha sotib olishiga, shu hayot o'zgarishiga o'sha katta ekspert sababchi bo'lgan. Sabab uni hayotini kuzatgan, ko'rgan, savol yozganda javob qaytargan, aytaylik o'sha aytgan o'sha o'zgarish nuqtasi haqida batafsil aytib bergandan keyin o'shanga yarasha harakat qilishni boshlagan. Demak, atrofida virtual yoki haqiqiy anaqa community o'zining sohasidagilar yig'di. 3 oy vaqt sarfladi, o'rgandi. Ilk xizmatini bepulga potensial mijozlarga yoki mijoz olib keladigan insonlarga taklif qildi. Va keyin uje natija o'z-o'zidan kelishni boshlaydi agar shu yo'llardan o'tsa. Keyingi qadam ham aytaman. Keyingi qadam nima desa, hozir hamma butun O'zbekiston bo'ladi, dunyo bo'ladimi, frilanserga tegishli bo'lgan maslahat, masala. Nima qilish kerak bo'ladi desa, qanaqa sohada, shu digital sohada asosan, umuman boshqa sohada bo'lishidan qat'iy nazar farqi yo'q. Sohangizda ishlayapsizmi? Bitta narsani bilishingiz kerak. Agar o'smoqchi bo'lsangiz, o'zingizning sohangizda Cristiano Ronaldo va Messini tanishingiz kerak. Gap men aytmagan, ma'lum topmagan. Alisher Akasayev. Bu gapni Alisher Akasayev aytganlar, ustoz aytganlar. Ya'ni sohangizdagi butun dunyodagi eng to'pi kim? 2 tami, 3 tami, 4 tami, 5 tami tanishingiz kerak ular. Nima qilyapti? Qanaqa shu darajaga yetdi? Ular yetganmi? Nima siz yeta olmaysiz-da? Hozir misol uchun mana O'zbekistondagi o'zgarishlarni ham odamlar hayoti bir kunda o'zgarib ketishi mumkin-da. Umuman boshqa darajaga chiqish. Odam qilgan ish odam qiladi. Misol uchun chiqa olasiz. O'sha natijaga-da tanishingiz kerak. Ularni roadmapini ko'rishingiz kerak, yo'l xaritasini ko'rishingiz kerak. Qanaqa qilib natijaga chiqdi? Nima qilyapti? Qanaqa qilib shu darajaga chiqdi? Qanaqa shu darajaga chiqdi? Qotib qolmasligi kerak. Va keyingi nuqta qanaqa bo'ladi desa, keyingi nuqta ishladi, loyihalar olishni boshladi, qanaqandir summaga chiqdi, misol uchun ikkita narsani qilishingiz kerak bo'ladi. Birinchisi bu har kuni yangi instrument o'rganish kerak. Har kuni bo'lmasa ham sohangizdan kelib chiqib turib, doimiy ravishda sizda o'zgarish bo'lishi kerak. O'zgarish qanaqa o'lchasa bo'ladi? Zo'r formulasini aytaman. Buni ham ustoz Aziz aka Rahimov aytganlar, qanaqa o'lchasa bo'ladi desa, maksimal darajada sizning sohangizda wow effekt beradigan narsalar kamayishi.
Misol uchun saytlarda dizayn sohasida o'rganyapman-da, bitta narsani ko'ryapman, zo'r narsa ekan deb wow deyman-ku. Bunaqa narsa instrument bilmadim oldin deyman-ku. Mana o'sha wow effekt. Shunaqa wow effektlar kamayib borsa, siz ekspertlik darajangiz oshib boradi. Kimnidir ekspert emasligini qanaqandir zo'r fakt aytsangiz, u narsaga e'tibor ham qaratmasa, demak u narsani biladi, u wow effekt bildirmayapti, u ekspert. Bu yo'ldan o'tib bo'lganmish. Bu o'sha yo'ldan o'tib bo'lgan. O'sha narsalar maksimal darajada kamayib borishi kerak va yana bitta ikkinchi kriteriyaasi bor. Mana ish soatisiz 6 oy o'tdi, vaqt o'tdi. 6 oy o'zingizni oldingi holatingizga qarasangiz, kulgili bo'lish kerak o'zingizni holatingiz. Shuni ham qilgan ekanman deyishingiz kerak-da, tushunasizmi? Yillar o'tyapti-da, 1 yil oldingi holatingizga qarayapsiz-da. Zo'r edim deb qolsa yoki. Tushunasizmi? O'sha paytlarda zo'r desa, u navbat pastga qarab ketayotgan bo'lasiz. Ketgan bo'ladi-da, yoki neytral bo'lsa ham siz minusdasiz degani-da. Juda ko'p taksistlarni bilaman-da, masalan biz ko'proq anaqada texnikalarni olib yuramiz. Ukam oldin zo'r bo'lganda, deb bizneslar qilganman deydi. Takoy bo'lganmiz-da, deydi. Masalan, oborotlarni katta qilganman deydi. Nega hozir qilmayapsiz deyman. Endi hozir imkoniyat bo'lmayapti-da, deydi masalan. Men o'ylayman, o'ylaydi. Prosta mana shunaqa keysda vaqtda emas, hayotda emas, zamonda emas, insonning o'zida deylik, lekin 100% emas, mana 99% deylik, 1% issiq jonimiz mayli deb страховка tashlab ketamiz. Demak, davom etamiz. Ya'ni birinchisi biz o'sha roadmapni ko'rdik, ular bosib o'tgan yo'nalishlarning eng to'plarini aniqlab oldik. Har kuni bizda o'zgarish bo'lyapti. O'zimiz ham sohada yangi narsani o'rganyapmiz va keyingi qadam nima qilish kerak bo'ladi desa, keyingi qadam o'zi yaxshi natijaga chiqish uchun o'zingiz sohangizga kichkina summadan boshlab, keyin maksimal darajada kattaroq summagacha investitsiya qilish boshlashingiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik bitta nuqtada qotib qolishining sabablaridan bittasi ham men yaxshi daromad qilyapman, men o'zi hamma narsani bilaman, men o'zi shu holatim komfortli degan fikr bo'ladi-da. O'zidan to'xtab qoladi. Men doim kurs olaman, nimadir o'rganish kerak va har safar men ko'rgan narsani statistikasi bor. Har safar qanaqangidir yangi mahsulot, produkt olganimda, o'sha kursni olganda natijam o'sadi. Daromadim jihatdan, skill jihatdan, qanaqangi natija jihatdan. Va kurs olishda bitta qoidaga amal qilish kerak ekan. Men narsani oldin bilmaganman, ko'p kurs olib tashlaganman, lekin men narsani endi tushunib yetdim. Bitta dastur produkt oldingizmi, kurs oldingizmi, bir xil odamlar shunaqa bo'ladi. Olaveradi tinmasdan. Olish kerak emas-da, oldingiz o'shani pulini bir necha barobar qilib chiqarib oldingiz, effektini ko'rdingiz-da, keyin oling. Bir necha barobar oldingiz, effektini ko'rdingiz, keyin oling. Effektini ko'rmagunizcha o'tmang keyingisiga. Qiling o'sha narsani. Chos, kitob o'qiganingiz ham xuddi shunaqa. Oldingiz, o'qidingiz, insight oldingiz, amaliyotda qo'lladingiz, keyingisi. Bo'lmasa o'qib tashlaverasiz. Odamlar 100 ta kitob o'qib tashlaydi, lekin ichidagi narsani amaliyotda qo'llamasligini. Nazariyadan iborat bo'lib qoladi. Faqat nazariyadan iborat. Biladi-yu, qilmaydi degan iboraga emas. Mana men solchi meni shaxsiy kesimda bepul kurslardan boshlab birinchi olgan kursim narxi $70 bo'lgan. Eng qimmat olgan kursim narxi $6600 bo'lgan. Ya'ni 60 hisoblaydigan bo'lsak, taxminan 100 barobar farqi bo'ladi-da. 100 barobar farqi bo'ladi. Olib shunaqa darajaga yetib keldi mana. Va har bittasida natijaga, daromadga ta'sir qilgan bo'ldi. Zo'r. Mutaxassis bo'ldingiz. Ular bir narsani Toshkentga kelib oldik. O'rgandik, qo'limizdan kelyapti. Bo'limingda summa topamiz. Misol uchun $500 bo'lishi mumkin, $1000 bo'lishi mumkin. O'sha endi keyingi etap qiziq bo'lyapti. Keyingi etap networking, zo'r. Kattaroq loyihalar olish qiziq bo'lyapti. Misol uchun nima qilsa bo'ladi bu? Zo'r. Keyingi etap sizni o'sishingizda juda ham tez natijaga chiqishingizda eng katta yordam beradigan narsa o'sha narsa haqida aytmoqchi edim. Networking, o'zaro foydali munosabatlar degan networking so'zini manfaati tanish bilish emas. Tanish bilish emasmi? O'zaro foydali munosabatlar degani. Ya'ni win-win degan termin bor biznesda. Men sizga qanaqangi foyda beryapman, siz menga qanaqangi foyda beryapsiz. Networking qilish shu narsadan iborat. Demak, sizning vazifangiz maksimal darajada insonlarga har xil sohadagi o'zingizni iloji bo'lsa, o'zingizni yo'nalishingizga yaqinroq bo'lgan, sizga mijoz olib kelishi mumkin bo'lgan yo'nalishlarda proyektlarni, ya'ni odamlarni qidirib topishingiz va ular bilan tanishishingiz. Tanishishni men algoritmini ham beraman, ko'rsatib ham beraman. Qanaqa formatda bo'ladi desa, oddiy, juda ham sodda. Mana misol uchun Instagram bor. Instagramda odamlarning ro'yxatini qilasiz. 20 tam, 30 tam, 50 tam farqi yo'q. Ro'yxat qilib marketolog, tarbiyachilik, SMM, videograf farqi yo'q. Har xil sohalarda. Oldingiz ketma-ket har bitta odamni bitta-bittadan uchrashuvga chaqirishni boshlaysiz. Obedga chaqirishingiz mumkin, ujinga chaqirishingiz mumkin. Misol uchun tushlikka chaqirishingiz mumkin. Xohlagan formatingizda tanishish uchun hech narsa taklif qilmaysiz.
mahsulotingizni sotmaysiz, produktingizni sotmaysiz. Faqat Ishtirish kerak emas bu. Ishtirish kerak emas. Tanishib oldingiz, ilmoq tashlab qo'ydingiz, keyinchalik ishlaringizni ko'rsa, yaxshi odamligingizni ko'rsa, o'zi sizga aloqaga chiqadi. Javob bermasachi, nima farqi bor? Javob beradi. Instagram 4 million odam o'tiradi. Sohangiz bo'yicha nechidir mingta odam borda, bitta odam javob bermadi, bo'ldi. Uni o'rtasida necha yuztadir odam sizni ro'yxat qilib kutib turibdi. Javob bermasa, javob bermasin. Javob bermasa yana boshqatdan. Balki kimgadir siz kerakdirsiz. Misol uchun siz sayt farqi yo'q. O'tda unaqa narsa yo'q. Raqam deb qarash kerak-da. U javob bermadi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Raqam. 100 ta odamga yozing bo'ldi. Javob beradi, javob bering, farqi yo'q. 20 tasi bilan ko'rsangiz, uchrashasiz. Va ikkinchi usuli bu har xil tematicheskiy, ya'ni o'zingiz yo'nalishingizda yoki biznes yo'nalishi yoki shunga yaqin bo'lgan yo'nalishlarda forumlarga boring, treninglarga boring. Siz natijaga o'ch va och bo'lishingiz kerak. Natijaga o'ch va och bo'lishingiz kerak. Natija qilishingiz kerakmi, sotishingiz kerakmi, sizga loyiha kerakmi, proyekt kerakmi, bo'ldi. Miyingizda menga nima desachi, hozir borsam, yo'q desachi, u desachi, bu desachi, menga nima qilardim, misol uchun shunaqa qo'rquv bo'ladi-da. Hozir men odamning oldiga tanishishga borsam, menga mana bunaqa desachi deya fikrlar bo'ladi degan narsa bo'ladi. Qarang, bitta narsani bilib oling-da. Maksimum sizga nima qila oladi? Urmaydi-yu siz u odam, otib tashlamaydi-yu. Maksimum nima qiladi? Tanishmayman deydi, xo'p deydi yoki misol uchun yo'q. Vaqtim yo'q deydi, bo'ldi. Boshqa hech narsa qila olmaydi. Boshqasiga boring, undan boshqasiga boring. Bo'ldi, siz natija kerak sizga. Tanishingiz kerak bo'ldi. O'sha emotsiyaga ta'sir qilish kerak emas bu narsa. Yo'q, mana bitta fakt bor-da. Menda sovuq qo'ng'iroqlar qilganimda, hali networking bo'lmagan paytimda sovuq qo'ng'iroqlar to'g'ridan-to'g'ri klientlarga telefon qilgan paytimda shunaqa bo'lgan. Boshida 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 10 tasida shunaqa bo'ladi. Telefon qilayotganingizda shu telefonni qaltirab, telefonni olmasa yaxshi bo'lardi deb turasiz. O'zi olish kerak sizga. Tushunyapsizmi? Keyin gaplashib bo'lganingizdan keyin 10 ta, 20 ta, 30 ta o'tgandan keyin o'sha emotsiya 0 bo'ladi. Umuman farqi bo'lmay qoladi-da. Bu yerda urinishlar soniga bog'liq. Qancha urinishlar soni ko'p bo'lsa, o'sha narsa sizda yo'qolib ketaveradi. Bilasizmi, mana yoshligimizda shunaqa bo'lardi. Endi bu narsani qaytarmaylar sizlar. Misol uchun qaytarmaylar. Mana ko'prik bo'lardi, daryo bor, ko'prik bor. Endi balandda 7 metrmi, 8 metr, bilmayman necha metr baland. Biz sakrab o'sha suvga sakrardik-da. Birinchi sakrashingizni turasiz, yarim soat turasiz, qo'rqibdi, sakra olmaysiz-da. Shu o'zi hech narsa qilmaydi, chuqur o'tdi. 7 metrmi chuqurli daryo bor-da. 7 metr xohlasangiz ham tegi yetib borasiz. Yo'q. Unaqa bo'lmaydi. Yo'q, xohlasangiz ham o'lib ketmaysizlar hozirlarda. Qiyin masala-da, u yerda nimadir bo'lishi, tegigacha yetib borishingiz. Lekin bir marta sakraganingizdan keyin to'xtata olmaysiz. Chiqaverasiz, sakraverasiz. Sotda ham shunaqa-da. Odamlar bilan tanishdingizmi, o'xshadimi, bo'ldi. O'sha siz to'xtatib bo'lmay qoladi. Faqat bitta nuqtasi bor. O'sha ko'nikmani to'xtatmaslik kerak. Bir xil shu bir yilda yoki oyda shunaqangani kirishib oladi-da, odamlar bilan tanishib ketadi-da, keyin hamma networking qilib bo'lgandan keyin to'xtab qoladi. Keyin yana o'sha yo'ldan bosib o'tishingiz kerak bo'ladi, yana qo'rqib qolasiz, miya yana o'sha eski holatga qaytib keladi. Shuning uchun doimiy ravishda har xil joylarga bordingizmi, xonaga kirdingiz, tanishing, gaplashing, ko'rishing, ismim mana bunaqa deb hamma odamlar bilan tanishib chiqish kerak, gaplashib chiqish kerak bo'ladi. Zo'r. Umidjon aka, siz portfoliongizni ko'rganmiz. Mashhur insonlar bor, masalan, Alisher Saif borlar va ko'plab mashhur insonlar bilan ishlagansiz. Qanaqa qilib, masalan uchun mutaxassis shunaqa insonlarga birinchi anaqa aloqani o'rnatib, ularni ishini qilib berish mumkin? Zo'r. Variantlar juda ham ko'p. Masalan, hamma hozir sirlar ochaman. Maksimal darajada hamma ko'rayotgan odamlarga foydali bo'lish kerak bo'ladi. Birinchi varianti to'g'ridan-to'g'ri yozib ko'ring o'sha insonga taklif bilan. Katta ehtimol bilan ko'rmasligi mumkin. Instagramdan to'g'ri? Instagramdanmi yoki Instagramdagi nickini olib turib Telegramdagi kontaktni qidirishga harakat qiling. Misol uchun, mana shunaqa qilaman ko'proq. Hech kim ma'no qila olmaydi. Demak, sizga qarshilik qiladi-da, to'g'ridan to'g'ri yozdingiz nima? Ayb emas-ku, ayb emas-ku. Qarang, har xil yo'llardan-da. Instagramni yozib ko'ring, Telegramni yozib ko'ring, kommentariyasiga yozib ko'ring. Yana bitta sekret aytaman, sir aytaman. Agarda siz to'g'ridan to'g'ri yozsangiz, siz zaprosga tushib qolasiz. Agar storiesiga birinchi bitta reaksiya qoldirib turib, orqasidan сообщение yozsangiz, to'g'ridan to'g'ri сообщение o'qiydi. Men bilmasdim buni. Misol uchun-da, bunaqa yo'li bor. Mayli o'qimadi deylik. Harakat qiling. O'sha postlardan ko'rasiz bo'ladi, obunalardan ko'rasiz bo'ladi. Ularga yaqinroq bo'lgan yoki ularning qo'lida ishlaydigan komanda bilan bog'lanish kerak. Ularni marketolog bilan bog'lanishingiz mumkin, targetolog bilan, jamoasidagi qanaqandir operatsion direktor bilan bog'lanishingiz mumkin. Xohlagan odamingiz ularning jamoasidagi kim bilandir bog'lanishga harakat qiling. Biznesda shunaqa narsa bor, termin bor, war map deb aytiladi. War map degani, ya'ni B2B sotuvda bo'ladi, ya'ni urush xaritasi degani, qanaqandir kompaniyaga bitta biznes boshqa biznesga o'zini xizmatini sotishmoqchi bo'lgan paytda o'tdagi kompaniyani org strukturasini, ya'ni
tuzilmasini ko'rib chiqadi. U yerda finansist bo'ladi, yurist bo'ladi, marketolog bo'ladi, targetolog bo'ladi. Hammasiga qanaqa podxod qilish kerakligini o'ylab chiqishadi. LPR bor, LDPR bor. Misol uchun qaror qabul qiluvchi shaxs. U eng boshlang'ich o'rinda. LPR, LVR. O'zi aslida kompaniyada juda ko'p ta'sir ko'rsatuvchi xodimlar bor-da, hammasiga podxod. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Siz biznessiz, sababi siz xizmat ko'rsatyapsiz, boshqa biznes sotyapsiz. Ko'rib chiqing, o'sha kompaniyada kimlar ishlaydi. Marketolog bor, targetolog bor, aytaylik, dizayner bor va hokazo. Aynan o'sha xodimlarga podxod bilan chiqishga harakat qiling. Men juda ham ko'plab taniqli insonlarga aynan shunaqa metod orqali sotganman. Tushunyapsizmi? Bu birinchi yo'l. Sotishga harakat qilasiz. Bu birinchi yo'l ko'rishdi. Ikkinchi yo'l, qanaqa yo'l bo'lishi mumkin? Haqiqatdan siz sohangiz ustasi bo'lsangiz, sohangiz mutaxassisi bo'lsangiz, mana bitta narsa aytaman, 99% har xil frilanserlar chiqadi, taklif bilan chiqadi. Siz taklif bilan chiqmaydi, natija bilan chiqing. Masalan, men dizayner bo'lsam, butun sayt qilmaydi, saytni birinchi ekranni dizaynni уже tayyor dizayn bilan qilib chiqing. Javob qaytarish ehtimoli sizga ancha oshib ketadi, 50% ga oshib ketadi. Tayyor natijani ko'rasiz. Ko'rmadi sizni tashlagan сообщениеңiz. Blogingizga qo'yib turib atmetka qiling. Misol uchun-da, mana Alisherga, misol uchun, Jamshid aka, Rustam aka, Anvar aka ko'ring, mana bunaqa narsa qildim. Balkim sizga qiziq bo'lardi. Tayyor natija, tayyor yechim bilan chiqing. Men real case bilaman, Simon Romanik degan bitta rus bolada o'qiganman Rossiyada. Bu bola katta 7 million adashmasam shu obunachisi bor blogerga dizayn qilib o'zini storiesida atmetka qilganda, podpiska ham tashlaganda keyin. Tushunyapsizmi? O'sha katta bloger o'shanga zo'r qilar ekan, ishlaring menga yoqdi deb. Sizda ham hech kim sizni to'sqinlik qilmaydi. Siz prosta vaqt ajratishingiz kerak, shu narsaga qilib ko'rishingiz kerak. Real holatda qilib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Demak, birinchisi to'g'ridan to'g'ri yozish, ikkinchisi ularni komandasi bilan bog'lanib turib sotishga harakat qilish, shunaqa taniqli odamlarga va uchinchisi real natija bilan, real case bilan ularning holatida to'g'ridan to'g'ri atmetka qilish, yozish yoki to'g'ri natijani, tayyor natijani ularga jo'natish. Bu endi katta odamlarga chiqish masalasi. Endi umumiy loyiha qidirishga qaraydigan bo'lsak, bitta narsani tushunaylik, bu yerda meni dizayn bo'yicha yana bitta kursda o'qiganman, Ivan Dorn degan bitta dizayner bolada o'qiganman. Uni qoidasi bor edi. Sen sohaga kirdingmi, sotishni boshlayapsanmi, birinchi qiladigan ishing 100 ta yo'q javobini olish degan. 100 ta yo'q javobini olmaguningcha sen yaxshi sotuvchi bo'la olmaysan degan. Shuasi hozir odamlar nima qiladi? 4 ta odam yozadi, ya yo'q dedi, javob bermayapti, sota olmayman, o'ymayman. 100 ta odamga yoz. Mana bitta narsa zo'r insight aytaman, вообще zo'r insight aytaman, qaranglar. Natijaga, zo'r natijalarga chiqqan odamlar bilan natijaga chiqa olmagan odamlarni o'sha aytaylik winner va loserlar farqi nimada desa, mana misol uchun oddiy natijaga chiqa olmagan odam bitta odam yozdi, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 10 ta, 20 ta, 30 ta odam yozdi, bo'ldi dedi, hech kim javob bermayapti deydi-yu. Mana o'sha nuqtada loserlarning hammasi to'xtaydi, 99% odamlar. Siz dalshi borsangiz, winnerlarning qatoriga kirasiz, o'sha 1% qatoriga kirasiz. Wow. Tushunasizmi? Hech kim 100 ta yozmaydi, 100 ta odam yozmaydi. Hech kim 500 ta odam yozmaydi, hech kim 1000 ta odam yozmaydi. Tushunasizmi? Hech kim 1000 ta odam yozmaydi. Bu fantastika deb ko'rinadi. Fantastika natijani xohlayapsizmi? Fantastika ish qiling. Bo'ldi. To'g'ri. Tushunasizmi? Настроение bo'lmasa, bez настроение ishlaydi shunaqa. Tushunasizmi? O'sha o'tda kolичество muhim, son muhim. Yozing, maksimal darajada ko'p odamlar yozing. Maksimal darajada ko'p odamlar bilan boshqalar qilmayotgan ish qiling, natija chiqasiz. Zo'r. Men o'ylayman, ideal roadmap bo'ldi. Istalgan podkastimizni ko'rib turgan odam shu yo'llardan o'tadigan bo'lsa, $1000 daromadga chiqish ehtimolligi shunaqa bor. Zo'r. Demak, blitz savollarni boshlaymiz. Demak, blitz savollarga o'tsak bo'ladi. Bitta nima edi? Aufli gap. Demak, hayotingizning har qaysi qismida taslim bo'layotgan bo'lsangiz, bilingki, shu yerda 99% muvaffaqiyatsiz insonlar to'xtagan. Xuddi shunaqa. O'tsangiz 1% ga erishish imkoniyatingiz mavjud. Bu narsani hamma joyda qilish mumkin, qo'shimcha qilib hech mumkin. Kitob o'qishda ham. Yarim soat o'qiysiz, charchyapsizmi? O'qiyingiz kelmayapti, biling 99% odam shu yerda to'xtaydi. Kursda o'qiyapsiz, natijaga chiqa olmayapsiz, biling 99% odam o'sha yerda to'xtaydi. O'sha miyangizga yutqazdim degan paytingiz 99% odam o'sha yerda to'xtaydi. Borsangiz, mana real misol keltiraman, Muhammad Ali bilasizlar, boksyor. Savol berishgan jurnalistlar. Qachon sen nechta podxod qilasan deb sanay aytishganda, nechta podxod qilishim bilmadim-ku, lekin shu press qilayotganda og'riganda sanashni boshlayman deganda. Og'rish. Yo'qsa hamma og'riguncha sanaydi, u og'riganda sanashni boshlagan. Zo'r. Demak, blitz savollarni boshlaymiz. Qisqa savollar va nisbatan qisqa javoblar. Birinchi savolni berishingiz mumkin, Muhammad Qodir, siz boshlasangiz. Xo'p.
hozir qanaqadir natija bo'ldi sizda, agentlik, tam boshqa soha orqali natija qila olasiz. Lekin endi boshlayotganingizda ota-onangiz tomonidan yoki bo'lmadim boshqa insonlar tomonidan san ham odam bo'lmaysan degan anaqa bo'lganmi? Yo'q, menda hech qachon unaqa bo'lmagan. Chunki men maktabdan yaxshi o'qiganman, Xudoga shukr. Kollejda ham yaxshi o'qiganman. Unaqangi kimdandir tarafidan sen odam bo'lmaysan, yaxshi bo'lmaydi, u bo'lmaydi, bu bo'lmaydi degan narsa bo'lmagan. Kimdadir ishonchsizlik bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu juda qiyin masala, bu sohada natija chiqish degan bo'lishi mumkin, lekin negativ tarafdan unaqa bo'lmagan. Bo'lsa ham men e'tibor qaratmaganman. Menga qiziq bo'lmagan odamlarning fikri to'g'risi. Demak, e'tibor qaratish kerak emas. E'tibor qaratish ham kerak emas, o'ylash ham kerak emas. Bitta narsa bor-da, sen 20 yoshgacha odamlar nima deydi deb o'ylaysan. 40-50 yoshga borganingda odamlarning fikri umuman qiziq emas ekan deydigan fikr kelasan deydi. Undan ko'ra hozirdan shunaqa fikrlash kerak. Baribir shu vaqtga kelasiz shunaqa gap. Undan ko'ra hozirdan shunaqa. Okey. Sizga birinchi ishonch bildirgan inson va o'sha sizga ham pulingiz bo'lmagan o'sha payt, kollejda o'qiyotgan, menimcha hech kim katta puli bo'lmaydi va birinchi pul tikkan inson. Birinchi pulni kimdan olgansiz? Va kim ishonch bildirdi? Birinchi menga hech kim pul bermagan, lekin shu ota-onam meni sharoit yaratib berishgan. Men yaxshi maktabda o'qiganman, misol uchun. Shu 18 adashmasam yoshimga kirganida men aytganman, shu kompyuter sohasiga qiziqmanman, kompyuter texnologiya universitetiga kiraman deb aytganman. Menga kompyuter olib berishgan, misol uchun. Birinchi shundan boshlangan. $500 ota-onam shu 19 yosh paytimda kompyuter olib berishgan, 18 yosh paytimda. Demak, qo'rqmasdan aytaverish kerak, dada kompyuter olib bering, men shu sohani o'rganmoqchiman. Xuddi shunaqa aytganman. Demak, birinchi boshqa ishlamaganman men. Birinchi ishonch bildirgan investor bo'lgan insonlar baribir ota-onangiz. Zo'r. Demak, ota-onani ishonchi juda ham muhim insonda. Xuddi shunaqa. Zo'r. Bizda mana bunaqa muammo bor. Xususan men o'rtoqlarimda viloyatdagi gaplashib qoldim bir kun. Nima qilmoqchisan deyman, maktabga bitirib. Men Rossiyaga ketaman dedim. Qolib keyin nima qilasan deyman. Yo'lda ishlayman dedim. Keyinchi deyman. Keyin pul topaman, keyin viloyat anaqaga qaytaman-da, O'zbekistonga qaytaman-da, uy olaman, mashina olaman deyapti. Bitta magazincha ochib qo'yaman, bo'ldi-da deyapti. Shu holatda nima qilish kerak? Ya'ni uy, mashinadan keyin, ya'ni uylangandan keyin nimaga harakat qilish kerak? Men sizga bitta zo'r narsa aytib beraman, agar podkastimiz cho'zilib ketmaydigan bo'lsa. Cho'zildi. Bu narsa pulli kursda aytiladi, lekin bepul aytaman sizlarga. Eksklyuziv. Podkastimiz uchun eksklyuziv. To'g'risi, yaqinda bitta dasturda qatnashaman, o'sha dasturda bolalarga tushuntirib berdim. Bu narsani juda ham ko'p narsa, juda ham ko'p qilganman. Bitta narsa-da. Nech pullik info? Men bilmadim. Kurs nech pul edi? U kurs 2,5 ming turadi. Endi faqat men dars emas, u katta program, lekin shu dars mavzuda bor edi. Podkastimiz uchun $5,500 narsani tekinga beramiz. Mayli, $500 deydi, anaqa info olamiz, ketdi. Endi bu narsani to'g'risini aytganda qiymati yo'q, sababi agar bu narsani siz tushunib yetadigan bo'lsangiz, potensialingizni juda ham katta ochib olishi mumkin. Mana bitta narsa bor-da, piramida развития личности, odam shaxs sifatida rivojlanish piramidasi degan tushuncha bor. Birinchi bosqich peshka bosqichi deb aytiladi. Peshka, shaxmatdagi peshka. Piyoda. Shunaqa piyoda bosqich deb aytiladigan bo'lsa, piyoda bosqich shunaqaki, inson o'ylaydi, shu ishga borib kelaman, bo'ldi. Pulim bo'ladi, aytaylik, mashina olaman deyish mumkin, uy olaman deyish mumkin. Misol uchun, ishga borib keladi, hech qanaqangi maqsadi yo'q. Rivojlanish, kitob o'qish, o'sish, o'rganish, ana bu dunyodagi boy gaplashish, Ronaldo bilan Messini tanish, bunaqa yo'q. Road map yo'q. Ishga boradi, keladi, o'ladi, tamom to'ladi. Bu birinchi bosqich, piyoda bosqich, hech qanaqa maqsadi yo'q. Ikkinchi bosqich bor, rab deb aytiladi, qul bosqichi deb aytiladi. Nima bosqich desa, bu bosqichda odam maqsadi bo'ladi, lekin hozir ishlab turgan ishidan yoki o'qiyotgan joyidan, o'sha yashayotgan sistemasidan chiqib keta olmaydi. Maqsadi bor, men buni qilsam zo'r bo'lardi deb o'ylaydi, lekin chiqib keta olmaydi. Okrujeniyasi, yonidagi insonlar uni bog'lab turadi, o'sha joydan qo'yib yubormaydi. Qo'rqadi o'sha yerdan chiqib ketishga-da. Ikkinchi bosqich. Uchinchi bosqich bor, buntar deb aytiladi, isyonchi deb aytiladi. O'sha narsadan chiqib ketdi o'sha holatdan-da, lekin u yerda chiqib ketdi-da, o'rtada qolib ketadi, arosatda qolib ketadi-da. Ana natijaga chiqa olmaganlar ham uni qabul qilmaydi. Natijaga chiqqanlar ham uni qabul qilmaydi. Natijaga chiqqanlar bilan yuraman desa, natijasi yo'q. Chiqa olmaganlar bilan yuraman desa, unga yoqmaydi odamlar, yonidagi atrofida. Hamma yomon ko'rinib qoladi-da. Men universitetda bo'lardi, ishlab o'tirardim, hamma kompyuterga ketdi, u qildik, bu qildik desa, bormasdim. Ular bilan ham misol uchun o'rtoq bo'lmasdim. Zo'rlar bilan o'rtoq bo'lasiz, sababi natijam yo'q edi. Eng qiyin, eng yomon bosqich desa ham bo'ladi. Eng qiyin sababi siz o'sha natijada ko'p qolib ketsangiz, o'sha urovenda pastga tushib ketasiz. Yaxshilab harakat qilsangiz, tepaga uchib ketasiz o'sha. Pastga qaytib kelmaysiz. Tushunasizmi? Eng qiyin. Keyingi daraja bor, mechtatel darajasi bor, shu aytaylik xayolparast desa ham bo'ladi misol uchun. U natijada siz okrujeniya qildingiz, daromadingiz bor,
o'zi xatga qarab ketayotganingizni bilasiz, rivojlanish boshlayapsiz, o'qiyapsiz, o'rganyapsiz, qanaqa natijaga erishdingiz, odamlar ishondi sizni shu tanlagan yo'lingiz to'g'riligiga. Lekin hali orzungizdagi hayotda yashamayapsiz. Keyingi daraja bor arxitektor. Arxitektor shedevr hayot. Hamma narsa bor. Moliyaviy jihatdan 100% erkin jihatga chiqdingiz. Mashina oldingiz, kerakli, qimmat mashina oldingiz, uy oldingiz, sayohatga chiqa oldingiz, biznesingizni tizimlashtirib qo'ydingiz. Hamma narsa bor-da, tushunasizmi? Rossiyalik tadbirkor Ayaz Shabudin shunaqa holat bo'lganda, 21 yoshida shu yerga $1 million pul tushgan. Hayotimning eng yomon paytim shu bo'lganda. Nimaga desam, maqsad qolmay qolganda. Mashina olaman desa hamma narsa bor. Uy olaman desa uyi bor. Yashayman desa 6 oy, 1 yil, 2 yil umuman ishlamasa bo'ladi-da, misol. Nima qilishni bilmay uyda yotdim degan. Bir hafta, 2 hafta uyda yotdim degan. Tushunasizmi? Yomon holat. Depressiyaga kirib ketib qolish mumkin. Bo'lishi mumkin-da. Hamma narsani erishib bo'ldi, tushunasizmi? Erishib bo'ldi. Ish qolmay qoldi. Shu etap bor. Hammamizga nasib qilsin mayli. Endi keyingi bosqich bor. Keyingi bosqich bor nima desa, keyingi bosqich mentor darajasiga chiqadi. O'zi missiyasini topdi. Endi faqat o'zim boy bo'lay, o'zim shunaqa natijaga erishay emas-da, o'zim tegida shunaqangi mechtatel arxitektor darajasiga odamlarni chiqarish. Bu keyingi bosqich. O'zi u mentor sifatiga chiqdi. Mana bu nima qilishni bilmay qolgan odam mentor bo'lishi kerak. U faqat o'zim mana bo'ldi, mashina oldim, uy oldim, hamma narsani zo'r deb emas, tegidagi yaqinlarini, o'rtoqlari, do'stlariga yordam bersin, misol uchun. Keyingi etapda. Boshida o'sha etapga chiqib qolguncha faqat o'zi haqida o'ylasin-da, natijaga chiqsin. Chunki o'ziga yordam berish kerak-da. Boshqalarga qanaqa yordam beradi? O'zi bir tang ahvolda bo'lsa-da, misol uchun boshqalarga qanaqa yordam beradi? Zo'r natijaga chiqsin-da, o'rtoqlarini, do'stlarini, qarindoshlarini, yaqinlarini, aka-ukalarini tortsin tepaga. Mentor bo'lsin yaqinlariga, qarindoshlariga. Keyin boshqalarga o'tsin. Misol uchun, mentordan keyingi daraja shunaqa sohasida mutaxassis, ekspert bo'lib ketsinki, aytgan gapini odamlar qonundek qabul qilsin. Bu daraja stareyshina darajasi hisoblanadi. Endi o'zbek tilida bilmayman qanaqa bo'ladi bu. Shunaqa darajaga chiqqanki, bitta misol uchun mobilografiyami, videografiyami sohada ishlayapsiz-da, mana men mikrofonni, короче, men bu yerda turish kerak, men bu yerda 10 sm bo'lish kerak desa, butun dunyodagi hamma sizning gapingizni qonuniy qabul qilsin, limitada o'lchasin. Xuddi shunaqa darajaga chiqish kerak. Bu stareyshina bosqichi bo'ladi. Mentordan keyingi bosqich. Undan keyingi bosqich уже umuman natijaga chiqish mumkin emas bo'lishi mumkin. Lider natsiya deb aytiladi. Shunaqa bosqichki, sizni orqangizdan shunaqa katta g'oyangiz bo'ladi, milliardlab insonlar orqangizdan ergashadi. U kotib, prezidentlar bo'lishi mumkin, shunaqa katta insonlar bo'lishi mumkin. U nechidir millionta odam ichida bitta chiqishi mumkin. Elon Musk urinini aniqlay bo'ladi. Elon Musk urin men stareyshina deb o'ylayman. Sabab hozir investitsiyada mana bu narsaga investitsiya qilish kerak desa, bo'ldi, hamma o'sha narsaga investitsiya qilish boshlaydi. Bilasizlarmi, shunaqa case bo'lgan. Qanaqandir monetani shu qanaqandir kriptovalyutani mana bunaqa qilish kerak degandan o'ynatib yuborgan butun bozorda. Butun bozor ostin-ustin bo'lib ketganda, ular shunaqa daraja misol uchun. Lekin uni orqasida hozir fanat bo'lib, Elon Musk uchun men o'laman degan odamlar yo'q-da. Uni siz ekspert sifatida qabul qilasiz, lekin unaqa emas. To'g'ri. Va kimdir bormi shu o'yinda? Tarixda bo'lgan insonlar bo'lishi mumkin. Amir Temur bo'lgan, misol Chingizxon, Aleksandr Makedonskiy shunga o'xshagan insonlar bo'lishi mumkin. Chunki u odamlar armiyasi bo'lgan, armiyasi qatga ketdi desa, xo'p deb ketaverganda. To'g'risimi? Zo'r Amir Temur armiyasida 300 mingta odam bo'lgan, Chingizxon armiyasida 3 millionta odam bo'lgan. Demak, bunaqa holat. Oxiri tarix tilida bo'lgan. Hozir ham balkim bordir shunaqa. Oxiri demak lider natsiya bor, ya'ni millat lideri bor. Shunaqa. Milliardlab odamlar orqangizda. Shu narsani odam tushunsa, odam mana roadmap paydo bo'ladi, keyin tushunib yetadi. Voy, meni kelajakda men patolog emas ekan, bu hali pol ekan kim uchun degan tushuncha paydo bo'ladi-da. Keyin o'sish boshlaydi. Tushunyapsizmi? Qora jentra bitta kvartiradan keyingi bosqich. Mana bitta xotincha ham bor. Shaxsiy rivojlanish men rosa ko'p harakat qilganman-da, tushuntirganman, o'smaganda, shu tanishlarim, do'stlarim bo'lgan. Kim bilsam, o'sha isyonchi darajasida odam shaxsiy rivojlanish haqida fikrlash boshlaydi. U darajagacha odam o'ylamaydi u haqida. Qo'shildim shu gapingizga. Tushundingizmi? Chunki men o'zimda ham atrofimda insonlar bo'ldi, xuddi shunaqa keyslarda. Zo'r keys aytib beraman. Men shu sistemani tushuntirib berganman. Shu bitta odamlarga tushuntirib berganman-da. Test bor, hisoblaydiganda, hozir ishlamayapti, lekin test bor edi o'sha paytda. Test berganman, o'sha bolalarga, tanishlarimga berganman. Hisoblaring qanaqa darajada degan. Ertasi kuni kelganman-da, gaplashsam hammasi bir-birini ustidan kulib yuribdi. Nikolas solasam, sen qo'l ekansan, sen piyoda ekansan, kulib yuribdi bir-birini ustidan. Yig'lash kerak o'zi. Lekin o'zi hammasini ustidan kulishli o'zi noto'g'ri narsa o'zi. Ungaga bitta qo'shimcha, mayli, mana darajalari bildi. Xo'p, menga masalan bitta jentra bilan uy yetdi, mana. Tepasiga chiqishga xohishim yo'q. Bo'ldi, qolavering o'sha. Qolavering. Maqsad kichkina bo'lsa deb qolsa, bu normal holatmi bu ham shu? Hamma odam u siz aytganingizdek, ya'ni milliarder, trilyoner, katta natijaga chiqib mentor bo'lib shart emas-da. O'zi dunyo shunaqa. Emasmi, bo'la olmaydimi? Yo'q, bo'la olmaydi emas. Bo'la oladi. Xohlagan odam shunaqa darajaga chiqa oladi.
Просто kimnidir patolog o'sha nuqtada tugaydi, o'sha potensial tugaydi. U o'zi to'xtagan, tushunasizmi? To'xtagan o'sha nuqtada to'xtagan. Demak, yordam berish qul leveli yoki o'sha anaqa isyonchi, endi isyonchi ancha yaxshi holatda menimcha, qul yoki peshka leveli, piyoda leveli siz uchun okey bo'ladigan bo'lsa, qolavering. Lekin hayotda nimadir natijaga erishmoqchi bo'lsa, yaxshimi anaqadagi, demak harakat qilish kerak. Xuddi shunaqa. Hayot bitta bilan. Individual tanlov bu, to'g'rimi? Zo'r. Keyingi savolga o'tamizmi? Davom etamiz. Tak, bo'ydoqsiz. Tak, qachon uylanish kerak? Qanaqa turmush o'rtog'i? Maksimal darajada erta uylanish kerak deb o'ylayman. Men bilmayman, bunaqa savollarga javob to'g'risi men u narsaga qanaqangi fikr bildira olmayman, lekin bizning dinimizda ham aytilgan maksimal darajada sharoit bo'lsa, ertaroq uylanish kerak, ertaroq oila qurish kerak deb aytilgan. Men ham shu narsani tarafdoriman. Xudo xolisa men ham shu yil uylanaman. Xayrli qilsin. Qanaqa turmush o'rtoq sizning nazaringizda? Ya'ni endi bu yerda ham men bunaqangi mavzularda o'zi odam qanaqangidir shaxsiy fikrini aytish kerak emas. Bunaqangi mavzularda o'zi aniq belgilangan standartlar bor. Belgilangan standartlar birinchi navbatda o'sha insonning diniga qarash kerak, ikkinchi navbatda nasl nasabiga qarash kerak, umumiy shu oilaviy holatiga qarash kerak, chiroyiga qarash kerak va shundan kelib chiqib bu narsa hadislarda ham aytilgan, bu narsa belgilab qo'yilgan, shu to'rtta narsasi bo'lsa bo'ldi. Uylanish kerak. Va birinchi navbatda eng muhimi shu iymonli e'tiqodli bo'lish kerak, taqvodor inson bo'lish kerak. Bu qiz tanlashda asosiy to'rtta faktor. Bu yerda bosh qotirib o'ylab o'tish kerak emas. Bu narsani 1400 yil oldin o'zi o'ylab qo'yishgan, yozib ketishganda, muhrlab ketishgan o'sha kitoblarga. Zo'r. Demak, blitz savollar rubrikasini davom ettiramiz. Qizlar bilan o'zi отношения qilish kerakmi? Yo'q, qilish kerak emas. U kategorически kerak emas. Natija qilishingiz kerak. Bu ham xuddi shunaqa. Men qadriyatlarim jihatdan bizning dinimizda ham misol uchun ayol kishi bilan erkak kishi nikohdan avval misol uchun rasmiy aytaylik, nikoh qilish niyati bo'lmasa, endi u niyati 1-2 yildan keyin qilamiz deb yursa, bir-biri muloqot qilib yurish noto'g'ri narsa-da. Haqiqatan nikoh qurish xohishi bormi? O'sha qizni ko'rdimi? Misol uchun boradi, uchrashuv qilishga ruxsat beriladi. Bir necha marta misol uchun yoqdimi bo'ldi, keyin oila quriladi. Undan oldin muloqot qilishga men shaxsan o'zim qarshiman. Bizning dinimizda ham bu narsa nimaga olib keladi bu narsa? Bu narsa nimaga olib keladi desa, misol uchun bu narsa bo'yicha suhbat bo'ludi, podkastda emas, podkastdan tashqari. Nimaga olib keladi? Mana misol uchun men bu narsani katta odamlar tushuntirib bergan uchun aytganman. Bu narsani o'zim tajribamda hayotimda boshimdan kechirmaganman bu narsani. Yana shunaqa deb o'ylamanglar. Okay. O'sha nikohdan oldin hamma narsa ideal bo'ladi. Siz o'zingiz eng zo'r tarafingizni ko'rsatasizda. Haqiqiy yuzingiz aynan nikohdan keyin ochiladi. Va nikohdan oldin bir necha yil siz uchrashib yurgan bo'lsangiz, misol uchun sizni qanaqa insonligingiz, u inson real qanaqa insonligingizni bilmaydi va ochilgandan keyin konflikt bo'lish boshlaydi. Oldin bunaqa inson emas edi, hozir umuman boshqa inson bo'lib qolgan-ku bu inson deydi. Va o'sha sabab bir-biri bilan kelisha olmasdan tortishish boshlanadi, noto'g'ri bo'ladi. Siz umrni u insonni misol uchun 2-3 marta gaplashdingiz, ko'rishdingiz. Misol uchun o'zi muloqot qildingiz, o'zi to'y bo'ldi, misol uchun o'sha ko'ryapsiz, mana bunaqa odatlari borki, bu hech narsa deyolmaysiz, sababi shunaqa inson ekanda deb qo'yasiz-da, rozi bo'lib qo'yasiz-da. Kona. Kutuvlaringiz umuman boshqacha bo'ladi-da. Xarakterlar to'g'ri kelmay qolish ehtimolligi bo'lishi mumkin, hayot. Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Bu narsa misol uchun обязательно bitta odam bilan yashab, umr oxirigacha boshqa variant yo'q degan narsa yo'q. Misol uchun bizning dinimizda har taraflarga yechimlar berilganda. O'zi bo'lishi mumkin hayotda. Umid aka, pul baxt olib keladimi? Men bunaqa narsa, men shunaqa fikrlayman. Qanaqa fikrlayman desa, baxtni bu tanlov. Tanlov. Bu qanaqangidir faktorga bog'liq narsa deb o'ylamayman. Misol uchun mana ertalab turdingiz, o'zingiz miyangizga dasturlasangiz, men baxtli insonman, Xudoga shukr, hamma narsam bor desangiz, o'zingizdan yomonroq holatdagi odamlarga qarasangiz, ularni ko'rsangiz, ularni kuzatsangiz, sizda hamma narsa borligini bilsangiz, bor narsalarga shukr qilsangiz, baxtli bo'lib ketaveradi odam. Tushunasizmi? Nisbiyat demoqchisiz. Nisbiy, kimgadir qarash kerak-da. Misol uchun holat jihatdan siz o'zingizdan yomonroq holatdagi insonlarga qarashingiz kerak, shukr qilishingiz kerak. Ilm jihatdan siz o'zingizdan kuchliroq bo'lgan insonlarga qarashingiz kerak. Pul jihatdan emas, voy, men puli ko'p ekan, men mana bunaqa mashinada yuribdi, men mana bunaqa holatdaman deb emas. Dunyoga qarang. Bilasizmi, butun dunyo bo'yicha 1% odamlarning qatoriga kirasiz, agarda daromadingiz, oylik daromadingiz $3200 bo'lsa. Tushunasizmi? Butun dunyo bo'yicha statistika shunaqa ekan. $3200 bo'lsa, butun dunyodagi 1% odamlarning qatoriga kirasiz-da. Bir xil mamlakatlarda 40 mingtalab odamlar oylik o'ladi, ochlikdan o'lib ketadi. Siz
Mana bunaqa yashash hayotda shu. Даже viloyatda tursiz ham, boshqa joyda tursiz ham, qorningiz to'q, yeyish ovqatingiz bor, pulingiz bor, nogironmasiz, ko'zingiz ko'rib turibdi. Mayli, qo'lingiz yo'q, oyog'ingiz bor. Nechta odam mixlanib yotibdi-da. Miya va tafakkur bor, fikrlashingiz bor-da. Ko'pda bunaqa misol. O'shaning uchun o'zingizdan yomonroq holatdagi odam bilan hayotiga qarashingiz kerak, shukur qilishingiz kerak. Shu narsa sizga baxt olib keladi. Okay, aniqroq baribir anaqa qilamiz. Yo'q, olib kelmaydi. Demak yo'q. Pul baxt olib kelmaydi. Baxt olib kelmaydi. Yo'q, siz tanlovingiz bu. Gelikda siqilish yaxshiroq emasmi? Bu sizning tanlovingiz. Okay. Bu sizning shaxsiy tanlovingiz. Men baxtli bo'laman hozirdan deb tanlov qilsangiz, baxtli bo'lasiz. Men hammasi o'xshamayapti, bu bo'lmayapti desangiz, bu ham sizning tanlovingizda. Tushunarli. Demak, bu birinchi savollar. Unaqa chuqur aniq kirmaymiz ichkariga. Zo'r. Meni navbatim keldi, to'g'rimi? Xo'p. Networkingni shakllantirib, oyiga $1000 dan ko'proq daromad qilish uchun 3 ta maslahat. Networking shakllantirib, oyiga $1000 ko'p daromad qilish uchun 3 ta maslahat. Tushunarli. Xo'p, birinchisi maksimal darajada ko'proq odamlar bilan tanishish kerak, ro'yxat qilib olish kerak, o'sha odamlarga yozish kerak, o'sha odamlar bilan tanishib boshlash kerak. Forumlarga, treninglarga borish kerak, borib odamlar bilan tanishish kerak, gaplashish kerak. Maksimal darajada ko'p. Yo offline formatda bo'ladi, yo onlayn formatda bo'ladi, farqi yo'q. Keyin bitta qoidaga amal qilish kerak. Go first, go positive degan narsa. Bitta qoidani bilishingiz kerak bo'ladi. Siz o'zingiz borib turib kim bilandir tanishmasangiz, siz bilan hech kim tanishmaydi. Siz bilan o'lib turgani yo'q, tanishaman shu inson bilan deb. Men hamma joyda savol beraman-da. Sen bilan o'zi kimdir kelib turib oldinga, siz bilan tanishib orzuyim edi, tanishganmi? Yo'q, 99% holatda-da. O'zingiz borib tanishmasangiz, siz bilan hech kim tanishmaydi. Borishingiz kerak, tanishishingiz kerak. Keyingisi zo'r mutaxassis bo'lsangiz, yaxshi, kuchli, qiziq inson bo'lsangiz, odamlar kelib turib o'zi tanishishni boshlaydi. Qiziq inson bo'lmasangiz, odamlarga qiymat bera olmasangiz, hech kimga qiziqmassiz. Men nima sababdan 2018-yilgacha introvert bo'lganman? Odamlar bilan tanishmaganman, o'zim alohida yurganman. Sabab odamlarga beradigan narsam bo'lmagan. Men networking kuchayib ketdi, sabab soham bo'yicha ekspert bo'lishni boshladim, mutaxassis bo'lishni boshladim, kitob o'qishni boshladim, o'rganishni boshladim. Uchinchisi? Va uchinchisi, shaxsiy brendingizni rivojlantiring, loyihalaringizni odamlarga ko'rsating, blog yozing, misol uchun fikrlaringizni ko'rsating, fikrlaringizni ko'rsating deganda ishlaringizni odamlarga ko'rsatishni boshlang. O'zi odamlarni jalb qilishni boshlaydi shu networking bo'yicha. Shaxsiy brend menga juda ham katta yordam bergan menga. Ideal javob bo'ldi lekin. Shaxsiy brend qilish kerak demak. Demak, shaxsiy brend qilish kerak. Shaxsiy brend qilish kerak. 100%. Okay, biroz falsafiyroq, lekin natijali savol. Siz hozir Tildada yoki saytlar bo'yicha kuchli frilanserlardan birisiz. Hozirgi aqlingiz bilan, lekin hamma narsangizni yo'qotdingiz. Nima qilasiz? Nima ishni, nima sohani tanlagan bo'lardingiz? Xo'p, hozirgi bor bilimim bilan networking bormi, yo'qmi? Bor deylik. Networking bor. Sal boshqaroq. Hammasini noldan boshlash kerak bo'lsa, nima qilgan bo'lardingiz degan. No, hozirgi anaqa bilanda. Bo'pti, savolni qaytadan beramiz. Umidga mana kuchli frilansersiz, sayt sohasida hammasini noldan boshlashga to'g'ri kelib qolsa, nima sohani tanlaysiz yoki nima qilasiz? Hammasini noldan boshlash kerak bo'lib qolsa, 3 ta sohani tanlagan bo'lardim. 3 ta sohadan birini, yo sotuv sohasini tanlagan bo'lardim. Juda natijaga chiqish tez, oson, 1-2 oyda natijaga chiqsangiz bo'ladi, yoki marketing sohasini tanlagan bo'ladi. Sababi siz to'g'ridan-to'g'ri tadbirkorlarning daromadiga ta'sir qilasiz. Shu daromad orqali siz o'zingizga ulush olishingiz mumkin bo'ladi. Yoki shu zapus sohasi, aytaylik, onlayn produktlarni sotish sohasi, bu sohada ham juda ham tez kirishingiz mumkin, tezroq natijaga chiqishingiz mumkin. 3 ta soha. Hayotingizda eng afsuslanadigan xatoingiz? Xo'p, qarang. Menda real case bo'lgan. Endi hayotda har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Boshidan kelisha olamiz. O'tgan ishlarga afsuslanish noto'g'ri narsa. Afsuslanmaslik kerak, lekin aniq shu men qilgan xatoni boshqalar qaytarmasin deb maslahat beramiz. Shunaqa narsani ko'rib chiqamiz. Ikkita case bo'lgan. Men bilan bitta vaqtda rivojlanishni boshlagan bitta bolani taniyman va bitta bola emas, 10 tadan ortiq insonlarni taniyman va 2-3 yil o'tyapti-da, men natijalarim qilyapman, yaxshi natija qilyapman. Xudoga shukr, daromadim bor, boshqa narsa bor. Orzu qilgan narsalarimga erishdim, lekin ular bilan solishtirib ko'rganda matematik jihatdan mendan 100 barobardan 500 barobargacha ko'p, kattaroq natija qilgan bolalarni ko'rdim. Men bilan bir xil boshlagan. O'yladim, nima xato qildim desam, sohadan sohaga sakrab yurganim. Ular yillar davomida faqat bitta narsa bilan shug'ullangan, bor fokusini faqat bitta ishga qaratgan, taslim bo'lmagan, bitta narsaga qaratgan, bitta ish bilan shug'ullangan, mutaxassis bo'lgan, shunaqa daromad qilishyapti. Men juda ham ko'p sohalarga kirib ko'rganman-da, juda ko'p. Marketingda ishlaganman, PA bo'lib ishlaganman, sotuvchi bo'lib ishlaganman, parallel tarzda saytlar qilganman, lekin bitta narsa bilan shug'ullanmaganman. Har xil narsani sinab ko'rganman-da. Men endi afsuslanmayman, Xudoga shukr. Hozir natijalarim yaxshi.
afsuslanmayman, ko'p tanishlar orttirganman, networking qilganman, lekin shu bolalarni ko'ryapman, aynan matematik jihatdan o'ylab qaraydigan bo'lsa, sizga ham maslahat berardim, sohadan sohaga sakrab yurmasdan bitta narsani ushlab turib 5 yil shug'ullaning, bo'ldi, sizga yetadigan odam bo'lmaydi o'sha sohada. 5 yil shug'ullaning. Shu yerda o'zida bitta fakt aytib ketaman-da. Butun dunyodagi ishlayotgan sohangizda 5% top mutaxassislarni qatoriga kirish uchun atigi 3 ta dona kitob o'qishingiz kerak. Xohlagan sohangizdagi mutaxassislardan so'rab ko'ring, 3 ta ham kitob o'qimagan-da. Sohasi bo'yicha. 3 ta ham kitob o'qimagan-da, o'zini sohasi bo'yicha-da. Oddiy misolda. Zo'r. Birinchi savollar davom etamiz. Keyingi savol, xuddi shu savolni akasi. Hayotdagi eng to'g'ri qildim degan qaroringiz. Eng to'g'ri qildim degan qarorim bilmadim. Doimiy ravishda o'zimga o'zim investitsiya qilishim, shaxsiy rivojlanishim, doimiy ravishda shaxsiy rivojlanishim to'xtab qolmaganligini deb o'ylayman. Chunki to'xtab qolgan insonlarning juda ham ko'pini ko'rganman. Kitob o'qishda, networking qilishda, shu o'zini ko'nikmalarini rivojlantirishda doimiy ravishda har kuni, har doim shu soham bo'yicha, yo'nalishim bo'yicha, ko'nikmalarim bo'yicha rivojlanishini deb o'ylayman. Chunki ko'pchilik qanaqadir natijaga chiqqandan keyin bu to'xtab qoladi. O'sha 10 yil oldingi bilim bilan yuraveradi. Meni shu kuchli tarafim shu deb o'ylayman. Bitta qanaqadir amalingiz sizni yaxshi natijaga olib chiqqan. Nimadir bormi hayotingizda? Bitta nimadir qilgansiz. Bitta narsa qilganman. Doimiy ravishda o'zimga o'zim har xil kursda sotib olganman, investitsiya qilganman. Pulli bilimlar sotib olganman. Shu narsa meni juda ham katta daromadimga ta'sir qilgan. Doimiy ravishda. Hozir umumiy hisoblab ko'radigan bo'lsa, taxminan 14 mingmi, 13 ming atrofida bo'ladi. 10 mingdan ko'p deylik. Hozir aniq esimda yo'q. Aniq lekin 10 mingdan ko'p. Bilimga investitsiya. Bu universitetda kontrakt emas, universitetga byudjet kirganman. Zo'r. Xo'p, men oxirgi savolni beraman. Umid aka, ochig'ini ayting, surish kerakmi? O'zbekistondan men bitta narsani bilaman-da, real ishlasangiz, sohangizda zo'r mutaxassis bo'lsangiz, xohlagan joyingizda siz top natijaga chiqa olasiz. Farqi yo'q, O'zbekistonda bo'ladim, chet elda bo'ladim, boshqa joyda bo'ladim. O'zbekistonda turib oyiga 100 ming dollar ishlaydigan mamlakat bolalarni bilaman. Yosh mamlakat. U Amerikada ham zo'r natija degan. Angliyada ham zo'r natija degan. Xohlagan joyingizda zo'r natija. Просто yaxshi ishlasangiz bo'ldi. Surish variant emas demak, to'g'rimi? Yo'q. Naborot, O'zbekiston hozir rivojlanayotgan joyda. Xitoylar kirib kelyapti-yu. Cho'si farqi yo'q, Xitoy bilan boshqa. Naborot, O'zbekiston hozir shunaqa ko'p bitta narsani bilib olaylik-da. Hozirgi payt shunaqangi zo'r payt deb o'ylayman, sabab odamlar yalqovlashib ketyapti. Siz ozgina intizomli bo'lsangiz, bo'ldi, hammadan o'sib ketasiz. Ozgina intizomli bo'lsangiz, o'sib ketasiz. Bo'ldi. Zo'r. Bitta, pritsha aytib beraman. Shu blitz savol bo'lsa ham. Bitta odam boshqa mamlakatga borgan ekanda, ko'chib ketgan ekanda, yo'lda bitta odam ko'rib qolibdi. Bu joy qanaqa joy desa, o'zi qasdan ketgan joy qanaqa joy deb savol berdi-da. U joy yaxshi emas edi, odamlari yomon, alloqchi, o'sha ekonomika yaxshi emas, mamlakat yaxshi emas, naloglar baland deb shunaqa rosa yomonlabdi o'sha ketgan joyni. Bu joy ham xuddi shunaqa joy edi. Bekor kelibsan debdi-da. Mayli san bilan ketay debdi, ozgina yo'l yuribdi, yana bitta odam ko'rib qolibdi. U odam xuddi shunaqa savol beribdi-da, bu joy qanaqa joy o'zi desa, sen qayerdan keluvding debdi. Men kelgan joy zo'r edi, naloglari yaxshi, hamma sharoit zo'r. Endi dunyo aylanishi keluvdim shu ketsa, bu joy ham xuddi shunaqa joy debdi. Tushunasizmi? Ya'ni sizni holatiga bog'liq, ya'ni yomonlaversangiz, yomon narsalar ko'zga ko'rinaveradi. Mana bitta real misol, ko'chada hozir faqat Malibu 2 ni qidirsangiz, ko'zga Malibu 2 ko'rinaveradi. Bilasiz, ko'rinaveradi shu narsa-da. Hayotingiz ham shunaqa. Yomon narsani qarorsiz, faqat yomon narsa ko'rinadi. Yaxshi narsani qarorsiz, faqat yaxshi narsa ko'rinadi. To'p, qo'shildi gap. Demak, bizda umumiy savollar tugadi. Umjon aka, biz bermagan, siz aytish xohlagan qanaqa savol qoldi shu bo'yicha? Xo'p, aytish xohlagan hozir kimdir shu aytaylik ekspert, mutaxassis bu videoni ko'rayotgan bo'lsa, men maslahatim, agar endi kirayotgan bo'lsa yoki umuman kirib bo'lgan bo'lsa, katta natijaga chiqmoqchi bo'lsa, maslahatim, o'zim doimiy ravishda qilmaganman shu narsani, men endi sekin-sekin boshlayapman, qilgan bo'lardim agar shu narsani qoldirmasdan qilgan bo'lardim. Birinchisi, hozir bu narsa bo'yicha menda ham muammo bor, lekin qattiq harakat qilaman to'g'rilashga. Bu kun tartibi. Bitta narsa-da, kun tartibi yomon bo'lsa, hamma ishlar orqaga ketish boshlaydi. Hamma ishlari. Ertalab turmasa, hamma ishlar orqaga ketish boshlaydi. Birinchisi. Ikkinchisi sog'liq. Har kuni sport bilan shug'ullanish kerak. Har kuni sport bilan shug'ullanish degan zalga borish kerak emas. 10 minut, 15 minut har kuni shug'ullanish kerak. Uchinchisi, har kuni eng kamida o'zini sohasi bo'yicha ishlashga 4 soat vaqt ajratish kerak. 4 soat degan qanaqa? Aniq ajratilgan vaqt bo'lishi kerak. Freelansda ishlayapti degan ko'pchilik xohlagan paytda ishlayman, xohlasam 12 da ishlayman, xohlasam 1 da ishlayman deydigan pozitsiyaga turib oladi. Noto'g'ri. Вообще xato pozitsiya. Umuman noto'g'ri pozitsiya. Aniq xuddi ishchida
belgilangan ish vaqti bo'lishi kerak. Frilansiz bo'lsangiz ham, bo'lmasangiz ham. Tushunyapsizmi? O'sha bo'lmasa bo'ldi, fail bo'lasiz, orqaga ketishni boshlaysiz. Ya'ni aytganimdek, soliq, kun tartibi, aniq ajratilgan vaqt, shaxsiy brendingizni rivojlantirish. Shaxsiy brendni rivojlantirish deganda siz avizatsiyani chiqib turib, men bunga erishdim, mana mashina, mana uyim, men bu yerda ovqatlanaman kerak emas. Qilayotgan ishingizni ko'rsating odamlarga. O'zingizni ko'rsatishingiz ham shart emas. Qilayotgan ishingizni ko'rsating va qilayotgan bosib o'tayotgan yo'lingizni dokumentatsiya qiling. 10 yildan keyin orqaga qarasangiz, 10 yil siz bosib o'tgan yo'lingiz xaritasi bo'ladi. Va bu bosib o'tgan yo'lingizni boshqalar ko'rib manfaat oladi, mijozlaringiz ham ko'payadi. Shu shaxsiy brendingiz zo'r bo'ladi. Podkast ko'rib, men ham Umidjon akaga o'xshagan odam bo'laman deydigan qanaqadir yosh bo'ladigan bo'lsa, sizda yaqinroq bo'lmoqchi bo'lsa, siz produktlaringizni sotmoqchi bo'ladigan inson bo'lsa, sizda qanaqadir tilda bo'yicha yoki umumiy networking bo'yicha sizda qanaqadir produktlar yoki kurs qilish planda bormi? Xo'p, hozir qilganman deb aytdingiz. Hozir oldin qilganman, 60 tadan ko'proq o'quvchini o'qitganman, saytlar bo'yicha dars berib kelaman. Hozir aktiv faoliyat yuritayotgan dasturim yo'q, lekin kimdir qiziqish bildirib yozadigan bo'lsa, yaqin aytaylik oilada ochishim mumkin. То есть ehtimol bor, kimgadir balki maslahat berib yuborarman, unga nimadir sotmasam ham deb. Ochiqman, любой payt menga Telegramda yozish mumkin, Instagramda yozish mumkin. Bemalol xohlagan savolingizga xohlagan javob paytda javob berish mumkin. To'g'ri vaqtida bir kun hozir javob bera olmasligi mumkin, lekin aniq qolib ketmaydi, hammaga javob beraman. Qolib ketmaydi. Username berib ketamiz. Javobsiz qolib ketmaydi, javob beraman. Birinchi va yana bitta zo'r tomoni, podkast kommentariyalarida istalgan Umid akaga savolingizni yozadigan bo'lsangiz, Umid akaning shaxsan o'zlari kommentariyada javob beradi. Javob beraman. Jonli savol va eng qiziqarli savol yoki podkast kommentariyasiga nima sovg'a yoki nima taklif qaranglar, mana shu sohaga qiziqyapti. Eng qiziqarli, eng zo'r savol beradigan bo'lsa yoki shu aytaylik eng zo'r insightlarni yozdi, hammasini yozdi. Shunaqa odamga men hozirgi pul turadigan, o'zi $1000 ga sotgan, lekin hozir onlayn formatda yozib qo'yilgan, men podдержкам bo'ladi endi. Yozib qo'yilgan dasturim bor. O'sha dasturimni tekinga berib yuboraman. Wow, gap yo'q. Bitta odamga faqat. Biz nari borsak bitta 1 soatlik konsultatsiya so'ramoqchi bo'ldik. O'sha odamga berib yuboraman. Jekka olamiz deydi. O'qisa bo'ldi. Demak, video kommentariyasida o'zingizni eng qiziqarli savolingizni yoki podkastdan olgan insightingizni yoki nima uchun bu sohani o'rganmoqchiligingizni yozib qoldiradigan bo'lsangiz, biz podkast kommentariyasidan eng yaxshisini tanlab olamiz va offline ko'rishib onlayn kursni taqdim etamiz. Qiymati $1000 bo'lgan kursni. Agar biz bugun qurgan roadmap bo'yicha o'rganaman, yangi sohani boshlayman deydigan bo'lsangiz. Yana shunaqa narsa qilishimiz ham mumkin. Ikkinchi o'ringa birga bir offline formatdagi bitta uchrashuv qilishimiz mumkin. Zo'r bo'ladi. Demak, ikki kishi olamiz, bir kishiga offline uchrashuv va kurs, ikkinchi insonga offline konsultatsiya 1 soatlik gaplashib o'tiradigan. Ujur qiymat juda ham kattalashdi va manfaatli bo'lishi uchun hammamiz harakatdamiz. O'rtoqlar, podkastimiz shu yerda yakunlanadi. YouTube algoritmlari bo'yicha videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bundan tashqari, biz kanalimizda doimiy ravishda daromadi $3000 dan baland bo'ladigan mutaxassislar bilan shunaqa amaliy roadmap, ya'ni yo'l xaritasi tuzadigan podkastni davomli qilishni reja qilamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun videoni do'stlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Podkastimiz menimcha zo'r o'tdi. Hammaga kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Xush kelibsiz. Rahmat.